Nima qiling qayta tiklanmaydi. Operatsiya qilasizmi? Yevropaga borasizmi? Amerikaga borasizmi? Yaponiyaga borasizmi? Baribir oldingidaqa bo'lmaydi. Qizlardan kelayotgan savol. Elektron sigaretalarni tasholmayapman. Shuni yechimi bormi degan. Bu juda ham achinarli holat deb o'ylayman men. Elektron sigaretani yoshlar birinchi moda uchun chekadi va ular miyasiga quyilib qolgan oddiy sigaretdan ko'ra zarari kamroq. O'zi aslida qon bosimi nima? Dori ichaman deb o'zlarini tinchlantirib yurishadi, lekin o'lchasangiz 170, 180, 200. Xalqimizda gap bor, havo yomon bo'lsa, davleniyam oshadi, yomg'ir yog'sa, davleniyam oshadi, yokida qanaqadir osmonda bosim bo'lsa, davleniyam oshadi. Bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, ishtaha pasayishi bilan birga kechadi. Eng ko'p qon bosimidan zarar ko'ruvchi a'zolar bular: birinchi o'rinda ko'zimiz, ikkinchi o'rinda buyragimiz, uchinchi o'rinda yurakni o'zi, qon tomirlar va bosh miya hisoblanadi. Assalomu alaykum. Mana bugun tavsiya 365 yana bitta sonini boshlab oldik. Boshlashimizdan oldin aynan Iso Media studiyasiga katta tashakkur etamiz, chunki biz barcha syomkalarimizni shu studiyada olib boramiz. Shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak, ya'ni podkastimizni olish jarayonida agarda sizlar ham YouTube'da mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariyalarda qanaqadir bizga takliflarmi yoki o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldirsanglar, o'sha yozib qoldirilgan eng yaxshi kommentariy egasiga qo'yilgan layklar soni eng ko'p yig'ganiga albatta Iso Media studiyasi mana shunaqa 0 so'mga teng bo'lgan vaucherlarni taqdim etishadi. Ya'ni bu kelib sizlar bemalol podkastlarni tekinga olib, syomka qildirib ketishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanish kerak. Mana bugungi mehmonimizni ham tanishtirishni boshlayman. Juda ham bir spros bo'lgan holat. Hozirgi kundagi global muammolardan, ya'ni pandemiyadan keyingi ko'p uchrayotgan kasalliklardan biri bo'lgan yo'nalish mutaxassisini chaqirganmiz. Bu yo'nalish vrachimiz Karabayeva Lobar Ne'matjonovna hisoblanadilar, ya'ni kardiolog vrach. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan vrachimizga juda ham chiroyli savollarni tayyorlaganmiz. Bugun mana bizga barcha savollarimizga javob beradilar va sizlarni yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozishinglar va shu beradigan savolingizga qarab biz yana savollar ro'yxatini yangitdan tuzishimiz va mutaxassis chaqirishimiz mumkin. Mana bugungi mehmonimiz siz bilan tanishib olamiz. O'zingizni to'liq tanishtirib bersangiz, keyin biz podkastimizni boshlab olsak. Avvalambor assalomu alaykum. Podkastga taklif uchun rahmat. Bugun juda ko'p muammolarni tomoshabinlarimizga ochib beramiz degan umiddaman. Men Karabayeva Lobar Ne'matjonovna, kardiolog vrach, UZI mutaxassisi bo'lib faoliyat yuritaman. Tibbiyotga kirib kelishim Toshkent tibbiyot akademiyasidan boshlangan. Toshkent tibbiyot akademiyasida bakalavrini tugatib, Sankt-Peterburg shahrida kardiologiya bo'yicha ta'lim olganmiz. Hamda yurtimizga qaytib kelib, ultratovush bo'yicha diagnostikani o'rganganmiz. Hozirda yana ham chuqurroq o'rganish uchun ultratovushni aynan yurak sohasi bo'yicha yo'nalishini o'rganib, exografist sifatida faoliyat yuritmoqdaman. Ya'ni siz faoliyatingizni nafaqat bu yerda o'qish yillaringizni siz chet el davlatlarda ham o'tkazgansiz. Ko'pchilik so'rashadi, yosh mutaxassislar chiqadi sizlarda deyishadi. Hozirgi kunda menimcha malakali mutaxassislar hammasi yosharib ketyapti menimcha. Shunaqa deb ayta olaman, juda ham yosh ko'rinasiz. Borin sizga kompliment. Endi sizga biz savollar ro'yxatini boshlasak. Eng katta muammodan boshlashga qaror qildik biz bugun. Mana shu holatda siz bizga javobini boshlab bersiz. Hozirgi kunda qon bosimi, ya'ni davleniya deb nomlaymiz. Ularni oshib borishi, qonni quyuqlashib borishi, uy sharoitida o'zi davleniyani o'lchab, unga qilinadigan reaksiya, ya'ni o'zini davolash holatlari haqida hozir bizga kardiologimiz javob beradilar. O'zi aslida qon bosimi nima? Qon bosimi bu bizni yuragimiz kuchi bilan tomirlarga qon otib berganda tomirlarga ko'rsatgan ta'siridir. Ya'ni o'sha bosimlar farqi deymiz, gradiyent, bosimlar gradienti yurak chap qorincha va aorta o'rtasida
gradient bo'ladi. Mana shu gradientga binoan qon otib beriladi aortaga, ya'ni eng asosiy tomirimizga va biz o'sha aortaga otib berilgan qonni, tomirga ta'sirini tonometr yordamida o'lchab, qon bosimini aniqlaymiz. Oldin bu usul qonli usulda aniqlangan, ya'ni o'sha qonli usulda tekshirilgan bunaqa oson aniqlanmagan qon bosimi hozirda tonometrlarda yoki bo'lmasa maxsus gadjetlarda ham qon bosimini o'lchash yo'lga qo'yilgan. Demak, qon bosimi nega shunchalik ahamiyatli? Avval shu haqida gapiraylik. Chunki qon bosimini qanchaligiga qarab bizni barcha tana a'zolarimiz qon bilan ta'minlanish darajasi har xil bo'ladi. Agar qon bosimi kiritilgan normada bo'lsa, barcha tana a'zolaridagi hujayra darajasida qon bilan ta'minlanish normada bo'ladi. Ya'ni o'sha modda almashinuvi natijasidagi oziq moddalarni yetkazib beradi qon tomirlarga, a'zolarga, to'qimalarga va u yerdan xalq tilida aytganda chiqindilarni olib, karbonat angidridni olib, o'pkaga kelib, jigarda va o'pkada almashinib, yana kislorodga boyinib, oziq moddalarga boyinib, yana a'zolarga qaytib ketishi normada ta'minlanib turadi. Agar qon bosimi normadan yuqori bo'lsa, bizni eng quyi joylashgan tomirlarimizni bosimi oshadi. Ya'ni qarshiligi oshgan bo'ladi. Chunki qon bosimiga qarab tomirlar ham o'zgaradi. Qarshilik oshgandan keyin u yerda moddalar almashinuvi oldingidaqa normada bo'lmaydi, ya'ni me'yorida bo'lmaydi. Kamayadi moddalar almashinuvini jarayoni. Qon bosimi normadan past bo'lsa ham tomirlarning qarshiligi kamayib ketadi-da, moddalar almashinuvi yana kamayib, o'tda dimlanish paydo bo'ladi. Va shuni normada ushlab turish shunchalik ahamiyatga egaligidan qon bosimi normalari kiritilgan. Lekin hozirda bu normalarni tan olmaydigan bemorlarimiz ko'p. Chunki rabochiy qon bosimi, rabochiy davleniya degan tushunchalar qolib ketgan bizda azaldan. Bu hozir umuman tasdig'ini topmagan tushuncha hisoblanadi. Chunki 160, 170 davleniyada yuraman, men hech narsa bezovta qilmaydi, yuragim og'rimaydi, boshim og'rimaydi, o'zimni idealni sog'lom insondek his qilaman deb ko'rikka ham borishmaydi, qon bosimini ham davolashmaydi. Lekin o'sha aytib o'tganimdek, tabiatan biz mana shu normadagi qon bosimga moslashib yaralganmiz. Va undan yuqori yoki past qon bosimida xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'zgarmas, orqaga qaytmas o'zgarishlar paydo bo'ladi. Normada qon bosimi 100 ga 60 dan 139 ga 89 gacha bu norma hisoblanadi. Shu chegara. Ya'ni normada hamma yoshdagilar shunaqa yurish kerak. Hamma yoshdagilar 18 yoshga to'lgan hamma va undan yuqori yoshdagi insonlar shu norma chegarasida yurish kerak. Lekin undan past bo'lgan qon bosimida yashaydigan insonlar ham bor. 90 ga 60 yuraman. Ularda moddalar almashinuvida muammo bo'ladi. Gormonal buzilishlar, buqo bezini yetishmovchiligi, surunkali anemiya, surunkali yallig'lanish kasalliklari natijasida ularda qon bosimi shunaqa me'yordan pastroq yurishi mumkin. Ularni ham davriy davolagandan keyin qon bosimlari normaga ko'tarilganligini ko'ramiz. Lekin qon bosimi ko'tarilgan insonlar, ya'ni 140 ga 90 mm simob ustundan ko'tarilgan insonlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Va ularni orasidan davolanayotganlari 30%, ularni orasidan samarali davolanayotganlari 20% ga ham yetmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Sutkalik davomida shu aytib o'tgan normam chegarasida dorilar qon bosimini tushirayotgan insonlar juda ham kam. Dori ichaman deb o'zlarini tinchlantirib yurishadi, lekin o'lchasangiz 170, 180, 200 tushgani maksimum 160 bo'ladi. Ya'ni bu aytishadi-ku, mana xalqimizda gap bor, havo yomon bo'lsa, davleniyam oshadi, yomg'ir yog'sa, davleniyam oshadi, yokida qanaqadir osmonda bosim bo'lsa, davleniyam oshadi. Bunaqa gaplar rostdan ham rostmi? Ha, rost. Chunki meteozavismli deymiz tibbiyotda. Ob-havoga juda ham sezuvchan insonlarimiz bor. Ob-havoga sezuvchan insonlarda faqat qon bosimida muammo bo'lmaydi. Ular o'sha bo'g'imlarida og'riq sezishadi, yuragi o'ynab ketishi, holsizlanib qolishlari, uyqu bosishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, ishtaha pasayishi bilan birga kechadi.
o'sha holatlar. Ba'zi insonlarda qon bosimi to'laqonli ob-havoga va asabga bog'liq bo'ladi. U holatda biz ko'proq nevropatologlar bilan, psixoterapevtlar bilan birga ishlaymiz. Chunki qon bosimi faqat yurakni kasalligi emas, qon bosimi bu sistem kasallik. Shuning uchun uni asoratlari ham barcha a'zolarda ketadi. Eng ko'p qon bosimidan zarar ko'ruvchi a'zolar bular: birinchi o'rinda ko'zimiz, ikkinchi o'rinda buyragimiz, uchinchi o'rinda yurakni o'zi, qon tomirlar va bosh miya hisoblanadi. Chunki bizda eng mayda qon tomirlar birinchi zararlanadi. Qon bosimi bo'lgan insonlarda eng mayda qon tomirlarda o'sha aytgandek modda almashinuvini buziladi. Vaqt o'tgandan keyin u yerda xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ko'z nurini kamayishi, o'sha gavhardagi o'zgarishlar, ko'z tubida qon tomirlari o'zgargan yoki bo'lmasam ko'zlar qizarib ketadi, yo qon tomir yorilib ketadi, ko'rlikka olib kelishi mumkin ko'zdagi o'zgarishlar. Shu darajada. Buyrakda ham juda ham buyrak qoptokchalari eng mayda qon tomirlar bilan ta'minlangan va juda murakkab modda almashinuviga javob beruvchi a'zo hisoblanadi. Buyrakda ham qon bosimiga javob beruvchi bir necha xil gormonlar ishlab chiqariladi. Lekin buyrakni o'zi mana shu qon bosimi, yuqori qon bosimi natijasida tez zararlanib qoladi. Va buyrak yetishmovchiligi, buyrak funksiyasini pasayishi, ba'zi bir insonlarimiz aytadi, fermentlarim oshib ketibdi deydi. O'sha biz bilgan mochevina kreatinin fermentlarini oshib ketishi kuzatiladi. O'zi bu qon bosim kasalligi qaysi holatlarda paydo bo'ladi? Masalan, man eshitganman, kimdirlar man turmush qurgandan keyin davleniya bo'lib qoldim yoki kimdirlar aytadiki, man o'sha og'ir judolikdan keyin davleniya kasal bo'lib qoldim yokida bir muammodan keyin to'g'riroq qiladigan bo'lsak, davleniya bo'lib qoldim, homiladorlik davrimdan keyin davleniya bo'lib qoldim degan odamlar bor. Ya'ni turli xil holatlardan keyin davleniyasidagi muammo bo'ladigan kasalliklarni ko'ryapmiz. O'zi aslida siz nimadan ehtiyot bo'linglar va shu holatga tushib qolmaysizlar o'shanda dializ aynan shu qon bosim kasalliklarida. Qon bosimi o'zi ikki xil sababdan yuzaga keladi. Birinchisi bu essensial gipertoniya deymiz. Bu o'sha organizmda neyrogumoral o'zgarishlar, turli xil murakkab moddalar almashinuvi natijasida yosh o'tib paydo bo'ladigan gipertoniya kasalligi. Uni sababi juda ham ko'p bo'ladi. Uni aynan bitta sababini topib davolanmaydi. Shuning uchun bu kasallik juda ham boshqarilishi qiyin, asorati ko'p va deyarli aholini 70% uchraydigan kasallik hisoblanadi. Ikkinchi holat bo'lsa, bu ikkilamchi arterial gipertenziya deyiladi. Ya'ni boshqa kasalliklar sababli yuzaga keladigan holat. Bu bo'lishi mumkin o'sha buyrak kasalliklarini o'zi sababli qon bosimi oshadigan bemorlarimiz bor. Qon tomirlarni o'zini kasalligi natijasida oshadigan, qon bosimi oshadigan bemorlar kuzatiladi. Gormonal buzilishlari bo'lgan, qaysidir gormonlar oshib ketgan yo tushib ketgan yoki bo'lmasam polniy gormonlar disbalansi bo'lib ketadi. Mana shu insonlarda ekoga tayinlanayotganlarda, bepushtlik bilan davolanayotganda, turli xil sistem kasalliklarni gormonal davolanayotganda yoki bo'lmasam o'sha gormonsiz yurmaydigan bemorlar bor. O'sha holatlarda ham ikkilamchi arterial gipertenziya shakllanadi. Yana bir sababi bu nevrologik kasalliklardagi qon bosimi o'ziga xos kechadi. O'sha nevropatolog, kardiolog bilan birga davolanadi va umuman boshqa preparatlar bilan davolanadi. Ya'ni o'sha psixogen bo'lishi mumkin bu asab kasalliklari, nevroz bilan bog'liq yo bo'lmasa bosh miyadagi qon tomirlari o'zgarishi bilan bog'liq kechadigan qon bosimda yo bo'lmasam o'sha bosh miyada qorinchalarni kengayib ketishi va suv yig'ilishi natijasida yuzaga keladigan qon bosimi yoki bo'lmasam shunaqa kasalliklar bor, nevrologik sistem kasalliklar, ular natijasida yuzaga keladigan qon bosimi. Bular hammasi ikkilamchi hisoblanadi. Ikkilamchi va ba'zi bir holatlarda kuzatamiz, buyrak usti bezini o'smalari, bosh miya o'smalarida kuzatiladigan qon bosimi ikkilamchi qon bosimiga kiradi. Va mana shu ikkita sanab o'tgan guruhim umuman boshqacha davolanadi. Shu ikkilamchi arterial gipertenziya biz asosan keltirib chiqaruvchi sababni davolasak yo darajasi pasayadi yo yo'qolib ketadi. Essensial arterial gipertoniya bo'lsa umuman boshqa preparatlar bilan davolanadi. Shuning uchun ham men o'zim ham tibbiy blog yuritaman.
va har doim qon bosimim 160, 170, 180 bo'lyapti. Bitta dori aytvoring deyishadi. Bu mani eng og'riqli nuqtam. Men aytaman, ko'ringanmisiz, tekshiringanmisiz? Yo'q, vaqtim yo'q. Chet eldaman, yo bo'lmasam sutkada ishlayman, yo bo'lmasam uzoq viloyatda turaman. Biz atrofimizda shifokorlar yo'q deyishadi, yo shaharda turishadi. Juda ko'p shifokorlarga borishgan, oxirigacha tekshirishga vaqtlari yo'q, mablag'lari yo'q, imkonlari shunaqa. Men aytaman, siz to'g'ri tushuning, siz individual odamsiz. Sizga o'zingizga moslab yondashish kerak. Qon bosimini davolashni juda ham ko'p usuli bor. Ba'zida bu operatsion davo, ba'zida bitta tabletka bilan davo, ba'zidachi bir hovuch tabletka bilan davo. Men sizga qaysi birini tanlab aytaman, holatingizni bilmasdan deyman. Shuning uchun qon bosimini men shunaqa ta'rifladimki, o'zi umuman kardiologiyadagi jim turib o'ldiradigan kasalliklar bor. Jim turib. Bu ateroskleroz, ya'ni o'sha qon tomirlarni yog' bilan qoplanishi, mo'rtlashishi, dag'allashishi. Ikkinchisi bu yuqori qon bosimi. Yana uchinchi holat ham bor, bu qandli diabet. Mana shu 3 ta o'rtog'i bitta bo'lgandan keyin, albatta judayam achinarli qon tomir asoratlari, infarkt, insultlar, oyoqdagi trombozlar, o'sha oyoqni kesish darajasigacha borishi mumkin qandli diabet holatlarida. Ko'zni ko'rmay qolishi, buyrakni ishlamay qolishi, dializga o'tirib qolishi bemori judayam ko'p aholimiz orasida. Mana shu 3 ta kasallikni bo'lsa sizda, ateroskleroz belgisi o'zi bu essensial gipertoniyadan kelib chiqadi. Ya'ni o'sha nima sababdan yuzaga keladi deyapsiz? Essensial gipertoniyani yana bitta bir sababi bu ateroskleroz jarayoni. Shu qon tomirlarimizni oldingidaqa bizga har bir sharoitga moslashib, kengayib, bo'shashib bera olmasligi va ulardan ajralib chiqaruvchi moddalarni yetishmovchiligi vaqt o'tgandan keyin. Aslida ateroskleroz isbotlangan bolalarning yoshlik paytidan boshlanadi. Yoshlik paytidan o'sha autopsiyalarda yosh bolalarni murdasini yorib ko'rishganda tomirlarda ateroskleroz plakchalari aniqlangan va olimlar aytishganki, demak chaqaloqlik davridan boshlanar ekan bu jarayon. Shu darajada kavarniy jarayon ekanki, biz buni bilmas ekanmiz. Har doim 40 yoshdan yuqori insonlarda boshlanadi deb qabul qilar ekanmiz deb aytishgan. Shuning uchun ham balkim globallashuv bo'lib, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri hayot tarzi, Qo'shimchalar turli bo'lib. ikkilanish kasalliklar, turli xil qaramliklarning yuzaga kelishi, stress oqibatlari shu jarayonlarni pusk berib, yana ham kuchaytirib yuborgan bo'lishi mumkin. Judayam bir muhim jarayonlardan biri ekanda. Unda qon bosimi bizada albatta yana qo'shimcha o'zinglarni savolinglar bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Chunki biza butun agar qon bosimi haqida gaplashadigan bo'lsak, menimcha soatlab o'tirishimizga haqiqat to'g'ri keladi. Har bitta holat individualniy deyapsiz, to'g'rimi? Har xil kasalliklarga olib kelishini aytyapsiz. Mana shu bir kasalliklardan biridan sizga savol berishni boshlasam. Mana hozirgi kunda infarkt kasalligini oldini olish yoki davolash usuli haqiqatda o'ylab topildimi? Ya'ni yurakka qo'yilayotgan tomirlar yoki yurakka qo'yilayotgan stent deb nomlangan bir vositalar orqali biza aynan hozirgi kunda infarkt kasalligini davoladikmi yoki davo turini aniqladikmi? Ya'ni siz bunga qanaqa deb javob bera olasiz? Infarkt kasalligi hali yengib o'tilmadi. Bu qancha yangi usullar o'ylab topilgani sayin bu kasallik rivojlanib boryapti. Sababi infarkt kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablar bor. Infarkt bu yurakni qon bilan ta'minlovchi ma'lum bir tomirni yopilib qolishi. Ya'ni qon kelayotgandi yurakka, mushagiga, lekin o'sha qon to'xtab qoldi. 2 soat ichida infarkt shakllanadi. 2 soat ichida orqaga qaytmas jarayon bu. O'shani o'rnida chandiq qoladi. O'sha soha qisqarmaydi yaxshi va o'sha soha keyinchalik aritmiyalarning o'chog'i bo'lib qoladi. Aritmiyalar o'ziga keladi. Ya'ni ekstrasistoliya, turli xil paroksizmal taxikardiyalar, bo'lmachalar hilpillashi, bo'lmachalar titrashi va shunga o'xshash aritmiyalar o'ziga kelishi mumkin. Endi infarktni ana shu yopilib qolgan tomirni ochish usullari aniqlandi. Birinchi o'rinda biz o'sha trombni erituvchi dori vositalarini venadan kapilna orqali yuborib, o'sha trombni eritishni o'rgandik boshida. Lekin bu nimasi bilan qiyin ediki, o'sha infarkt shakllanganidan birinchi 2 soatdan
2 soatgacha o'sha trombni eritish kerak edi. Ya'ni o'sha yurakda og'riq paydo bo'ldi, qon tomiri yopildi. 2 soat ichida siz o'sha trombolitikni yuborsangiz, hali yumshoqligida tromb eriydi, o'sha tomir ochiladi. Lekin 2 soatdan keyin uni eritganingizni foydasi yo'q. 2 soatdan keyin ham eriydi ma'lum qismi. Ungacha уже u tromb qattiqlashib boradi-da. Ma'lum qismi eriydi, lekin u o'choq, infarkt o'chog'i shakllanib bo'lgan bo'ladi va уже uni orqaga qaytmas jarayon. Keyin stent o'ylab topildi. Ya'ni stent уже vaqt chegarasi bo'lay kengroq, ya'ni 2 soatgacha emas, lekin 2 soatgacha qo'yilsa, o'sha insonda infarkt shakllanmaydi. Yopilgan tomir 2 soat ichida ochilsa, infarkt shakllanmaydi. Ya'ni o'sha o'tkir koronar sindrom bo'lib, ochilib, tiklanib ketdi deb yoziladi. Lekin 2 soatdan keyin ham ko'p holatlarda biz diagnostika qilish, bemorni olib borish, kasalxonada o'sha koronarografiya jarayoniga operatsion stolga olib kirgunimizcha 2 soatdan ko'p vaqt o'tib ketib qoladi va shakllangan infarkt bo'lsa ham yopilgan tomirni ochish uchun stent qo'yiladi. Nega? Shu tomirda qayta infarkt yuzaga kelmasin va atrofidagi to'qimalar gipoksiyaga uchramasin, ya'ni kislorod yetishmovchiligiga uchramasin degan maqsadda tomir ochiladi. Yana bir usul bor. Bu katta operatsiya. Yurakni ochib, ishlab turgan yurakda yopilib qolgan tomirni yoniga oyog'imizdan tomir olib, o'zi o'sha bemorning oyog'idan tomir olib, tomir ulab qo'yishadi. Bu tomirni bir uchi yo aortaga ulanadi, yo bo'lmasa boshqa katta yirik arteriyalarga ulab qo'yiladi, joylashgan joyiga qarab. Bu aorta koronar shuntlash operatsiyasi hisoblanadi. Bu stent qo'yish yo trombolitik bilan tomir eritishdan ko'ra ancha qiyinroq. Tiklanish davri ancha uzoq, 6 oydan 1 yilgacha o'rtacha. Asoratlari ko'proq operatsiya hisoblanadi. Hammani ham bu operatsiyaga olish imkoniyati yo'q, chunki o'sha bemordagi umumiy ahvoli, yuragini holati, organizmini holati, buyraklarini holati, boshqa qo'shimcha kasalliklari, qandli diabetning darajasi, qon tomirlarining holatiga qarab o'sha operatsiya qilish mumkin bo'lsa, kardioxirurglar operatsiyaga olishadi. Shunaqa usullar yaratildi. Infarktga diagnostika qo'yish juda ham yaxshi. Bizda hozir hattoki diagnostik koronarografiya qilinyapti. Ya'ni o'sha yuragida og'riqlari bor, hansirashi bor, og'riq kuchayayotgan bemorlarga qani ko'raylikchi deb tomirlaridan kontrast jo'natib, yurakni tomirlarini tekshirishyapti. Yopiq bo'lsa stent qo'yishadi. Tomir yopilayotgan bo'lsa, yo yopiq bo'lsa, agar tomirlar ochiq bo'lsa, yo'q, bunda hali yurak ishemik kasalligi, infarktga xavf juda ham kam ekan. Bu bemorni boshqa usulda davolash kerak deb xulosa qilinib davoladi. Lekin shularni o'zi ham biz hali infarktni yengishimizga sabab bo'la olmayapti. Nega? Chunki men sizga aytaman, aksha qilindi yoki stent qo'yildi yoki trombolitik qilib tromb eritildi degani bu sizga 3 kundan keyin qayta tromb paydo bo'ladi yoki bo'lmaydini aniq ayta olmaymiz. Shunaqa holatlar bo'lgan. Reanimatsiyada hozir stent qo'yilib kelgan bemorda 3 soatdan keyin shu stent yana qayta tromb bilan yopilib qolgan joylari bo'ladi. Chunki u bemorni o'ziga xos qanaqadir kasalliklari, u bemorda onkologiya bo'lishi mumkin, u bemorda qandli diabet bo'lishi mumkin, u bemorda giperkoagulyatsiya qanaqadir nimadir kasallik sababli, turli xil sistem kasalligi, ateroskleroz, giperxolesterinemiya holatlari o'sha ishlab turgan stentni ham yana qaytadan tromb bilan yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Demak, biz o'sha kichkinagina tomirni mana shuncha qismini himoyaladik. Qayta infarktdan lekin qolgan tomirlar bor-ku. Bu degani himoya emas. Bu degani shu qaytadir bir kichkina bir nuqson bo'lsa, shuni to'g'irlab qo'ydik, lekin boshqa sohalarga biz javob bermaymiz, garantiya bera olmaymiz. Chunki ateroskleroz jarayoni butun organizmda bo'ladi. Hamma tomirlarda bo'ladi. O'sha kichkina yurakni tomirchasida emas faqat. Uyqu arteriyalarimizda bo'ladi, ko'zimizda bo'ladi, qo'l bilaklarimizda bo'ladi, yuragimizda bo'ladi va qolgan tomir 1 haftadan keyin yo 3 oydan keyin yopilib qolmaydi, tromb paydo bo'lib qolmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Uning uchun bemor qonun qoidalarga rioya qilib yashash kerak. Stent qo'yildi, aksha qilindi yo tomir eritildimi?
o'sha tomirlardagi ateroskleroz jarayonini pasaytiruvchi moddalar, dorilarni ichib yurish kerak. Qon bosimini nazorat qilish kerak, xolesterinni nazorat qilish kerak, qonni suyuq holatda ushlab turishimiz kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, chekishni tashlash kerak. Lekin shu punktlardan birontasini qilmasa bemor, xuddi mashina 4 ta ballonda yuradi, g'ildirakda. Lekin bitta ballonni teshilsa siz manzilingizga yeta olmaysiz. Xuddi shunaqa bitta punktini qilmasa bemor, biz o'ylagan natijaga erisha olmaymiz. O'sha narsani tushuntira olmasdan biz kardiologlar qiynalib ketamiz. O'zimiz ham infarkt darajasiga borib qolamiz, ishonavering. Men bu savol sizga bekorga bermadim, chunki juda ham ko'p hozir kunda yosharib ketyapti, ya'ni infarkt holati. O'zingiz ham bilsangiz kerak, yosh yigitlarimizda ham buni uchratishimiz yoki yosh qizlarimizda, ya'ni ayollarimizda ham uchratishimiz mumkin. Men nima demoqchiman, ya'ni shu operatsiya amaliyotini o'tkazgandan keyin men bo'ldi, tuzaldim, sog'ayib ketdim deb normal hayotda yashab ketishsa bo'ladimi yoki ular qanaqadir o'zligini ehtiyot qilib, nimadirlardan cheklanib, ya'ni aytmoqchimanki, oldingi o'sha inson bo'lisha olmaydimi demoqchi bo'laman. Chunki ko'p ko'ryapmiz, bo'ldi, men operatsiya qildirganman, soppa sog'man deb yana boshqatdan normal hayotiga qaytib ketgan insonlarni ko'ramiz. Bu qanchalik to'g'ri? Normal hayot deganda bemalol normal hayotga qayta oladi. Ya'ni o'ziga xizmat ko'rsatadi, ishlaydi, o'qiydi, sayohat qiladi. Masalan, sport bilan shug'ullansa, ma'lum vaqtdan keyin shu sportda nagruzkasini kamaytirilgan turda shug'ullansa bo'ladi. Lekin nima hayotga qayta olmaydi? O'sha o'zi oldin yaxshi ko'rgan fast foodlari, energetiklari, chekishi, uyquni rejimiga rioya qilmaganligi, juda ham yog'li, balansda bo'lmagan ovqatlarni iste'mol qilganligiga qayta olmaydi. Va dori ichmasdan hayotdan lazzatlanib yurgan paytiga qayta olmaydi. Dori ichadi, to'g'ri hayot turmush tarziga qaytadi, ovqat balansini tekshiradi, 1 yilda 2 marta kardiologiga borib analizdan topshiradi. Agar lekin bunday o'ylab qarasangiz, bir umr yurak yetishmovchiligi bo'lib, yuragi og'rib, invalid bo'lib, endi ma'lum darajada invalidlik keltirib chiqaradi-da, faktdan. Shu holatda yashagandan ko'ra, sog'lom turmush tarziga qaytib, vес tashab, chekishni tashab, to'g'ri ovqatlanib yashagan, menimcha bu normal hayot. Oldin demak u normal hayotda yashamaganda, shuning uchun infarkt bo'lgan. Endi normal hayotga qaytadi. Majbur bo'ladi qaytishga. Biz ko'plab podkastlarimizda aytamiz, aynan har bitta vrachimiz shu ovqatlanish temasiga aylanib kelishadiki, men shuni sezamanki, barcha yo'nalish baribir bizani ovqatlanish tartibimizga bog'liq bo'lar ekan, sog'lig'imiz temasida. Chunki mana bir necha podkastdan beri shu narsa bo'lyapti, shu noto'g'ri ovqatlanishdan rak kasalligi kelib chiqishi, gastroenterologik muammolar kelib chiqishi, даже shunaqa holat bo'ldiki, shu noto'g'ri ovqatlanish oqibatida onkologiya kasalliklarini yomon turlari kelib chiqishi mumkinligini. Mana hozir bizda ham kardiolog vrachimiz xuddi shunaqa narsa aytyaptilar. Internetga har xil reklamalarga uchib, ovqatlanish tartibimizni ham buzmaymiz, o'zimizga juda ham chiroyli qarashga ahamiyat beramiz. Chunki mana o'zimizda ham bir podkastni ko'rgan edim men, shu o'rinda aytib ketaman. Shaharimizdagi bir mashhur biznesmen inson, ismlarini aytmay qo'ya qolaman hozir, men uyda ovqatlanaman degandilar. Men ko'chada ovqatlanmayman deb. Bu bekorga emas, chunki mana internetda ko'ryapmiz, mana ro'za, Ramazon oyi, videolar hamma yoqda osh reklamasi, kechqurun hamma oshga borgan, kelinglar mana bu zo'r osh qilinyapti, videoga ahamiyat bersangiz, haqiqatda osh ustida yo'q narsani o'zi yo'q. Shunaqa ovqatlanishyapti, yarim kechasi men aytaman, bu nima bo'ladi debdi, bu kun bo'yiga ta'sir qilmaydi, u hozir ta'sir qiladi-ku organizmga deb men o'shanda o'ylab qolgandim. Mana yana bitta misol bizda ovqatlanish temasi bo'yicha aynan insonlarga aziz bo'lgan organ yurak haqida bu siyqasi chiqib ketgan mavzu bo'lsa ham, lekin bu mavzuni qaytaraveramiz. Sizlarga yoqsa yoqmasa, hurmatli aholi, ahlimiz, bir narsani aytmoqchiman. Ramazon oyida hayotning mazmuni faqat iftorlik va saharlikdan iborat emas-ku. Faqat iftorlik va saharlik uchun yashayotgan insonlarni ko'ramiz. Bugun iftorlikka qayerga boramiz? Saharlikda nima yeymiz? Hayot mazmuni shuda, aslida u uchun emas-ku. To'g'rimi? Shuning uchun insonning qadriyati muhim. Agar inson o'zini hurmat qilsa, sog'lig'ini hurmat qilsa, o'sha shifokor tavsiyasiga rioya qiladi. Agar o'zini hurmat qilmasa, reklamaga uchadi,
tavsiyaga rioya qilmaydi. San nimani bilarding, gapiraverasan-da, mana palonchi o'rtog'im yashab yuribdi-yu, palonchi dodam yashab yuribdi-yu, pistonchi amakim bir umr ichgan, 80 yil yashagan. Siz bilmaysiz uni hayot sifati qanaqa bo'lganligini. 10 yil qolganda o'lishiga balkim xotinini tanimay qolgandir. Balkim asab ruhiy kasallik bilan o'lib ketgandir u inson. Balkim chuqur depressiyada yashagandir bir umr. Balkim siz bilmagan kasalliklari bo'lgandir, erektil disfunksiya deyilgan. To'g'rimi? Biz bilmaymiz-ku. Inson tashqi ko'rinishiga yuryaptimi, inson kulyaptimi, ishlayaptimi, demak u sog'lom deb o'ylaymiz. Aslida siz o'tirib gaplashsangiz, siz o'ylagan darajada balki hayoti ravon emasdir. Shunga o'xshab inson o'zini hurmat qilsa, shifokor aytmasa ham kelib shifokorga o'zi aytadi. Mana shunaqa qilishim kerak ekan, mana bunaqa ahamiyat berishim kerak ekan, lekin bunaqa holat bor menda. O'zingizni to'g'rilab bering deb, o'shanda siz tushunasizki, bu inson demak sog'lig'iga bee'tibor emas. Hamma shifokorlar, hamma boshidan sog'lig'ida muammosi bo'lgan insonlar biladi, ketgan sog'liq qayta tiklanmaydi. Nima qiling qayta tiklanmaydi. Operatsiya qilasizmi? Yevropaga borasizmi? Amerikaga borasizmi? Yaponiyaga borasizmi? Baribir oldingidek bo'lmaydi. Shuning uchun hozir sog'lomligingiz paytida o'zingizni asrashingiz kerak, tanani tayyorlash kerak, tanani o'rgatish kerak to'g'ri yashashga, ruhiyatni o'rgatish kerak, asab tizimini boshqarish kerak, uyquni, ovqatlanishni. Hozir trend chiqib ketdi-ku. 20 yoshimda masalan mashina haydash, Dior kosmetikalarni ishlatish, Louis Vuitton sumkalarni tutish orzuyim bo'lsa, 35 yoshimda sog'lom tishlar, sog'lom asab, ravon uyqu, poзвоночник, ya'ni umurtqa pog'onasi sog'lomligi muhimligini tushundim deydi-ku. Endi Sportga e'tibor berib qoldilar. sog'liqni yo'qotish shart emas uni qadriga yetish uchun. To'g'ri. Albatta to'g'ri. Endi men yana bitta insonlarning ko'pchilikni almashtirib yuboradigan kasallik haqida aytib o'tsam, mana shu biz hozir infarkt kasalligini gaplashdik, to'g'rimi? Keling, men sizga insultdan ham savol bersam. Mikroinsult hamda insult kasalligi bor, to'g'rimi? Bu haqida qanaqa ma'lumot bera olasiz? Kimdirlar o'sha mikroinsult boshdan o'tkazgan bo'ladi, o'zi sezmaydi. Ba'zi insonlar bo'ladi, bu insult kasalligiga duchor bo'ladi. Aytmoqchimanki, oldingi zamonda insult kasalligiga chalingan bemorlar yillar davomida to'shakda yotib vafot etib ketishgan, lekin hozirgi kunda insult kasalligini yengillashtirish yoki davolash turlari aniqlangan. Shu bo'yicha sizga men savol bermoqchiman. Aynan o'zi mikroinsult yoki insult kasalligi qanaqa kasallik? Insult ham infarktga o'xshab bosh miyani qon bilan ta'minlovchi qaysidir tomiri yopilib qolishidir. Faqat u bosh miyada. Shuning uchun insult. Mikroinsult bo'lsa, yopilib qolgan tomir juda kichkina doiradagi to'qimani qon bilan ta'minlaydi. Shuning uchun u yerda qon tomiri yopilsa ham bemorda masalan shikoyati bo'lmasligi mumkin. Bir aniq ko'zga ko'rinarli shikoyati bo'lmasligi mumkin. Ozgina bosh og'rig'i, ma'lum joyda masalan til uvishishi, u qo'ldagi holsizliklar bo'lishi mumkin. Lekin bir aniq bir mana shu insult ekan degan shikoyati bo'lmasligi mumkin. Bu faqat tekshiruvlarda, MRT tekshiruvida aniqlanadi. Mikroinsult juda ham samarali davolanadi. Ya'ni o'sha ma'lum bir funksiyani hayotimizda buzmagani uchun biz nevropatologda davriy davolanish natijasida umuman hech qanaqa asoratsiz davolanib ketishimiz mumkin. Lekin insult agar vaqtida infarktga o'xshab trombolitik qilinsa, insultda ham trombolitik terapiya qo'llaniladi yoki bo'lmasam tromboekstraksiya deyiladi. Tiqilgan tromb kateter orqali olib chiqib ketiladi tomirdan. Agar shunaqa yordam ko'rsatilsa bemorga, u ham asoratsiz, ya'ni insult shakllanmagan, o'sha aytganimdek, o'choq shakllanmagan bo'ladi, bemor yaxshi tiklanib ketadi. Qandaydir bir umuman ahamiyatga ega bo'lmagan holatlar qolib ketishi mumkin bemorda, lekin masalan bosh og'rig'i, bosh aylanishiga o'xshash, lekin yaxshi tiklanib ketadi. Shakllanib bo'lgandan keyin bo'lsa, o'sha qaysi sohani zararlangan bo'lsa, o'sha sohadagi funksiya bajaruvchi neyronlar funksiyasi yo'q
va defitsit paydo bo'ladi. Kimdir tildan qoladi, kimdir yutinish refleksi yo'qoladi, kimdadir ko'rish, kimdadir qo'l-oyoqlarni harakati yoki umuman qo'l-oyoqni sezmaydi ham, kimdadir masalan siydik chiqarish, ayirish tizimida muammo bo'ladi. Bu qaysi achakda joylashganligiga qarab. Shuning uchun ham infarkt, insult bu birga qo'llaniladi, chunki ikkalasi ham o'xshash jarayonlar. Biri yurakda, biri bosh miyada. Ya'ni biza insult kasalligiga duchor bo'lgan bemorlarimizga xuddi infarktga o'xshagan holatdagi lecheniya kurslari faqat organlar boshqa holatda davolanishini aytyapsiz. Davolanish ham boshqacha. Bosh miyaga ta'sir qiluvchi dori-darmonlar beriladi. Lekin insultni ham juda ham ko'p sababi bu qon bosimi. Ateroskleroz jarayoni, qon bosimi. Yuqori qon bosimi natijasida tomir yorilib ketadi, gemorragitskiy insult bo'ladi. Yurakni aritmiyalarida tromb paydo bo'ladi, tromb borib miyaga tiqiladi, ishemikskiy insult bo'ladi. Yoki bo'lmasam ateroskleroz jarayonida o'sha shakllanib bo'lgan tromb kapsulasi yorilgandan keyin o'tga trombotitlar kelib to'planib, tomirni yopib qo'yadi va ishemik insult paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha aytganimizdek, bularni kelib chiqish sabablari juda ham o'xshash. Endi sizga men yurakdan savol beraman. Menimcha bu gapimizni ayol erkaklarga juda ham qiziq bo'ladi. Aynan miokard, ya'ni bizada yurakda sanchish hosil bo'lishi yoki taxikardiya holatlari, yurakni uvishish holatlari, aynan bunaqa holatlarda nima qilishimiz kerak? Ya'ni biz sog'lom ko'rinamiz, lekin yuragimizda qanaqadir noxushliklar bo'layotganini sezamiz. Hozirgi kunda bu narsa juda ham ko'p, ya'ni erkaklarimiz ham tan olishadi, ayollarimiz ham tan olishadi. O'zidan o'zi yurak urib ketishi yoki sanchishlar paydo bo'lishi yoki qanaqadir g'alati bo'lib voqma bo'lgandek bo'lib yurak ichkariga tushib ketgandek holatlar bo'ladi. Aynan bunaqa holatlar haqida qanaqa bizga yaxshi bir zo'r ma'lumotlar bera olasiz? Bu holatlar ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Birinchisi bu miokardit, ya'ni yurakni mushagini ma'lum bir sabablar natijasida yallig'lanishi. Xalq tilida aytganda shamollash. Miokarditda ham o'choqlar bo'ladi. O'sha yallig'lanish o'choqlari. U o'choqli bo'lishi mumkin. U butun yurakka tarqalib ketgan, chap qorinchaga tarqalib ketgan bo'lishi mumkin. Unda u diffuzniy miokardit deyiladi. Ikkinchi sababi bu nevroz. Tekshirasiz, yurakni hech qanaqa shikoyati yo'q. Lekin yurak urib ketaveradi, yuragi og'riveradi va psixogenniy hisoblanadi. Ya'ni ong ostiga o'tirib qolgan yopishqoq fikrlar, stress, hayotdagi turli yo'qotishlar natijasida asab tizimidagi balansi buzilishi natijasida nevroz kelib chiqadi. Miokardit o'zi kardiologiyada eng davolanishi qiyin bo'lgan kasallik hisoblanadi, chunki diagnostikasi qiyin. Sababini topish qiyin. Sababini topish ko'p holatlarda genetik analizdan keyin aniqlanadi yoki bo'lmasam turli xil qiyin analizda aniqlanadi. U O'zbekistonga kirib kelmagan. Genetik analizlarimiz bor, lekin ular juda qimmat. Yoki MRTda aniqlanadi, yurak MRTsi yoki bo'lmasam boshqa yurakni maxsus tekshiruvlarda aniqlanishi mumkin. Oddiy aytmoqchi bo'lganim, echoda, kardiogrammada, oddiy analizda aniqlanish juda ham qiyin. Ya'ni bu latent kechuvchi deganim bitta o'tkir yallig'lanish holati bo'ladi-da, o'sha paytda aniqlab olmasangiz, keyin simillab chaynalib kechadigan joyi bo'ladi. O'sha chaynalib kechayotgan jarayonda bir elakdan chiqadigan narsa topa olmaysiz. Qanaqadir kichkina o'zgarishlar bo'ladi. Bemor o'zi aytadi, shu kasal bo'lgandan keyin shunaqa kuzatildi yoki gormonal buzilishi bo'ladi yoki bo'lmasam ximiya nur olgan bo'ladi sababi yoki bo'lmasam ko'p holatlarda anginadan keyin rivojlanib qoladi, revmatizmdan keyin rivojlanib qoladi yoki coviddan keyin juda ham ko'p kuzatildi miokarditlar, ya'ni o'tkir virusli kasallik vaqtida to'g'ri davolanmagan va yurakni mushagiga zarar ko'rsatgan. Davolanishi uzoq muddat bo'ladi. Miokarditda eng yomon tomoni u yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Ya'ni vaqt o'tib o'sha agar o'choqlar ko'p bo'lsa, yurakni kuchi kamayib ketib, insonlarda yurak yetishmovchilik shakllanishi mumkin. Diffuz miokarditda o'zini tez bildiradi u, chunki
O'sha to siz sababini aniqlab, davo chorasini qilib, u ta'sir qilguncha bemorda yurak yetishmovchiligi ancha darajagacha shakllanib ketishi mumkin. Shuning uchun aytamanki, aaa, xohlagan tipdagi kasalligingiz, xoh u bakterialniy bo'lsin, xoh u virusniy bo'lsin, xoh u boshqa bo'lsin, xoh u nurlanish bo'lsin, davolanish kerak. Gripp, ORV, turli xil boshqa virusli kasalliklar, yiringli anginami yoki bo'lmasa oddiy shamollashmi, обязательно yotoq rejim qilib hech bo'lmasa 3 kun davolanish kerak. Chunki biz o'sha tomoq yiringlashidan yoki grippdan boshqa hech narsa bezovta qilmasligi mumkin. Tuzalib ketamiz. Lekin 1 oy, 2 hafta, 2 oy o'tgandan keyin miokardit shakllansa, ana u o'zini har kuni bildiraveradi. Va undan chiqib ketishga deyarli uzoq vaqt ketadi. Yo'q bo'lib ketmaydi. Remissiyaga tushiramiz, ya'ni o'sha uxlash davriga tushiramiz, lekin u ham boshqarish qiyin bo'lgan kasallik. Man bir kuni bir mashinaga chiqdimda, shunaqa taqdir taqozo qildiki, taksiga chiqishimga to'g'ri keldi. Men o'zim mashina haydaganim uchun orqa sideniyada o'tirmayman-da, taksiga ham oldi sideniyaga o'tirdim. Haligi taksistni shunda men magnitofonini pastida yurak dorilari turgan ekan. O'sha glitsin turibdi, karvalol turibdi. Qarasam, mana shunaqa bir nechta dorilar turibdi. Keyin jim ketdim-da, keyin savol berdim. Bu dorilarni ichasizmi deb savol berdim. Shunaqa desam, yo'q. Yaqinda tergovga kirib chiqdim. Tergovga kirishimdan oldin shulardan bir tala ichib oldim deb javob berdilar. Umuman olganda, ya'ni qo'rquv, vohma, yurakda birdaniga dukullab urib ketishi, sanchiq holatlari bo'lishi yokida bir nafas yetmay qolish, ya'ni taxikardik holatlar yuzaga kelish paytida shunaqa o'zidan o'zi ko'chada, aptekadan kirib, shunaqa yurak dorilarini sotib olish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Chunki juda ko'p insonlar, даже men bemalol ayta olaman, talabalarimiz ham imtihonga kirishdan oldin yurakni tinchlantiruvchi qanaqadir dori vositalarini ichib olishadi va imtihonga kirishadi. Bu даже suhbatlarda, ishxonalarga borilganda ham ko'p kuzatiladigan narsa, ya'ni dorilarni ichib olib, oldindan yurakni tinchlantirib kirib borish. O'zi bunaqa holatlarga qanaqa qaraysiz? Endi nisbatan yoshlarda o'sha aytib o'tganimizdek suhbat, qanaqadir imtihon holatlarida o'simliklardan tayyorlangan dorilarni ichsa bo'ladi. Agar unda oldin yuragi bezovta qilmagan bo'lsa. Ya'ni bu taxikardiya uzoq muddat davom etmayotgan bo'lsa, hansirash, yurak urib ketishi, havo yetishmovchiligi bilan birga kuzatilmayotgan bo'lsa, revmatizmi bo'lmasa u insonda, yaqinda o'sha yiringli kasalliklar, gripp, ORV o'tkazib shu holat paydo bo'lganini sezmayotgan bo'lsa, shunchaki lo'nda qilib aytganda o'sha qanaqadir imtihon, stress yoki bo'lmasa nimadirdan o'tib ketish kerak. Shu holatda paydo bo'layotgan bo'lsa, hayajon vaqtida ichsa bo'ladi. Ya'ni birdaniga bir martalik, 2 martalik holatlar. 2 martalik, lekin bu holat bir necha marta kuzatilgan bo'lsa va bu hayajon bilan bog'liq bo'lmasa va boshqa paytlarda tinch holatda ham paydo bo'layotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Meni praktikamda hali ham esimdan chiqmaydi. O'zimda doimiy davolanib yuradigan bemorim o'zimda davolanardilar yuqori qon bosimi bilan. U ham darajasi o'rta daraja edi. Va qo'shimchasiga umurtqa pog'onasida grijalari ko'p edi. 2-3 ta grijalari bor edi. O'sha og'riq sindromini davolab yurardilar nevropatologlarda. Telefon bo'ldi bir kun, shu Lobarxon yana shu og'riq bo'lib qoldi-da, paydo bo'lib qoldi. Yana shu grija og'ir ko'tarib qo'ydim, do'konim bor, bilasiz, yuk kelganda og'ir ko'tarib qo'ydim. Bitta og'riq qoldiruvchi dori eting menga, hozir qildirib olmasam ishim ko'p, unaqa ko'zimga ish ko'rinmayapti dedilar-da. Men aytdim, yo'q aka, etmayman dedim. Ilojini topsangiz keling dedim. Lekin etmayman dedim. Yo poliklinikangizga chiqing dedim. Yo doktorga boring dedim. Yo qabul bo'limiga boring dedim. Lekin telefondan dori etmayman dedim. Keyin mayli dedilar. Keyin o'tib ketayotgandim, keldim dedilar. Bir payt, 1 soatlardan keyin. Keyin qani dedim, qarasam qon bosimlari yuqori, taxikardiya bor. Qani yotingchi bitta kardiogramma qilay dedim. Kardiogramma qilsam transmuralniy infarkt ketyapti. Butun hamma tarmoqlarda o'sha ST segment baland bo'lib yotibdi. Срочный reanimatsiyaga olib borib topshirib keldim. O'sha menga bir umrlik dars bo'lgan. Hech qachon bilmay turib dori, hatto men u kasalni bilsam ham, nima kasalligi bor, og'riq sindromi bor bo'lib turishini bilgan taqdirimda ham, qarang qanaqa aldamchi bo'lgan. Uni bo'yni og'rigan. Bo'yni og'rigan, shu pastga tortib bo'ynim og'riyapti.
Agar shu paytda man dori yetib og'riq qoldiruvchi, balki u kasal hayotda hozir bo'lmasdi. Chunki transmural infarkt faqat bemor yo'qotib qo'yasiz, yo aritmiya bo'ladi, yo yuragi yorilib ketadi, yo bo'lmasa o'tkir yurak yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Bo'ldi. Lekin shu narsani o'zimga qonun qilib olganman. Keling, ko'raman. Kelish iloji bo'lmasa boshqa shifokorga boring yoki srochniy qabul bo'limiga boring va tez tibbiy yordam chaqiring. Endi man mana shu keling so'zlarini aytib o'taman hozir. Haqiqatda bu vrachlar orasida og'riqli nuqta keling ko'raman desa, как будто pul uchun chaqirayotgandek ko'riladi. Har doim bu hozir kunda oddiy holat. Internet rivojlangandan beri internetda ham shu vrachlarni blogini yaxshi rivojlantirish uchun har xil videolar, har xil narsalar qilishga yordam berishyapti. Lekin baribir shu o'rinda aytib o'taman, haqiqatda o'zingiz jonli kelmagunizcha hech qanaqa sizga davo turi hech kim onlayn topib bermaydi. Bu hamma menimcha yo'nalishda shunaqa bo'lsa kerak. Man sizga yana qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lgan savolim aynan hozir aptekadan olinayotgan dorilar. Ya'ni o'zidan o'zi kirib, yuragim sanchyapti yoki menga nima davleniya dori yozasiz, aniq berib yuborasiz. O'zi necha yuradi davleningiz? Unaqa baland emas, lekin baland emas bo'lsa, mana buni iching. Ya'ni aptekada men ko'p marta ko'rganman bunaqa holatni. Yoki yo men anaqa davleniyam baland yuradi desa, yo'q, unda men buni sizga to'g'ri kelmaydi. Bu sal pastroq davleniya yuradiganlarniki, bu kuchliroqlarniki deb o'zligi o'sha yerda turib tavsiya qilganlarni ko'rganman. Umuman olganda aptekadan bunaqa kirib yokida qon qarindoshlardan men anavini ichuvdim, zo'r bo'ldim degan gaplar asosida tanlanayotgan dorilarga nima deysiz? Juda ham qarshiman. Chunki bu bilasizmi nimani belgisi? Bu aholi orasida tibbiy bilimni yo'qligini belgisi. Va yana bitta tomoni, demak biz aholimiz o'zini shu darajada hurmat qilmaydi. Birinchi o'rinda dori vositasi sotib olyapsiz. Dori vositasi vitamin emas, o'tli damlamalar emas, yoki bo'lmasa shirinlik emas, o'zingiz uchun, yoki qanaqadir ichimlik emas, dori vositasi sotib olyapsiz. Agar siz aptekaga kirib shunaqa boshim og'riyapti yoki bo'lmasa davleniyam chiqyapti, yuragim og'riyapti, dori bering deb aytdingiz, dori berdi, instruksiyasini o'qib ko'ring. Instruksiyada qancha zararli oqibatlari, qanaqa holatlar mumkin, qanaqa holatlarda qat'iyan mumkin emas, qanday holatlarda qanaqa asoratlar kelib chiqadi, davleniya tushib ketishi, davleniya oshib ketishi, buyrak ishini buzib qo'yishi, ritm tushib ketishi, puls tushib ketishi, saharni tushirib yuborishi kabi asoratlar. Siz o'sha holatda o'zingizga yordam bera olmaysiz-ku. Yo aptekachiga borasizmi, kechirasiz, boya davleniyaga dori beruvdingiz, hozir 50 ga 40 bo'lib ketdi davleniyam demaysiz-ku. Siz tez tibbiy yordam chaqirasiz, yo bo'lmasa shifokorga borasiz. Shunday ekan, tibbiy bilimi yo'q bo'lgan va sizni kasalligingizni bilmagan, sizni holatingizga baho bera olmaydigan insondan maslahat so'ramang. Dori yuzasidan. Chunki meni yonimga keladigan bemorlar, masalan, 100 ta bemor kelsa, 100 tasiga 100 xil lecheniya yoziladi. Shablon lecheniya yozilmaydi. Individualni yoziladi. Chunki kimdadir buyrak arteriyasi zararlangan, kimdadir davleniya kasalligi, kimdadir infarkt bo'lgan, stent qo'yilgan, kimdadir вообще fraksiyasi 30 bo'lib yotibdi. Hammasiga har xil dori yoziladi. Va biz shuning uchun ham o'qiganmiz. Agar hammasiga bir xil dori yozilsa, davlat nima qiladi? Pul sarflab 10 yillab o'qitib. 1 yil o'qitsin, davleniyaga shu dori, saharga shu dori, semirib ketsa shu dori, ozib ketsa shu dori, oshqozon og'risa shu dori deb o'qitsin. Osongina 1 yilda doktor ko'payib ketadi, arzongina. Nimaga o'qitmaydi? Chunki biladi qanchalik murakkabligini, qanchalik qiyinligini, qanchalik yozib bergan doringizga mas'uliyatingiz mamlakatingizda turadi. Chunki siz pechat qo'yasiz, qo'l qo'yasiz, tavsiya berasiz. To'g'ri aytyapsiz, chunki mana shu tibbiy saviyani oshirish deganingizda aholiga bu juda ham tegib ketishi mumkin. Bizani insonlarga, o'zbeklarni ayrimlariga tegib ketishi mumkin. Albatta bor tibbiy saviyasi baland insonlar. Men o'zim ham
Turkiyaga borganimda, Istanbuldaligimda bir o'zbek ayol turk erkakka turmushga chiqqan ekanlar-da, lekin o'zlari medik emaslar. Erlarida qanaqadir o'sha kasallik bo'lgan. Mana shu kapelnitsani olsang tuzalasan, hozir chiqib aptekadan olib kelaman desa, haligi erkak, turk erkak, yo'q, san doktor emassan, men doktorga boraman, doktor aytganini qilaman degan, aytib beryaptilar. Doktorga borib, xuddi men aytgan kapelnitsani yozdirib kelib olyapti, lekin shunga mashincha lira pul ketdi. Men aytganimni bittada olsa bo'lmasmidi deb aytdilar. Ya'ni meni sohamni eshitib, ya'ni meditsinadan gap bo'lganiga, shunaqa gap bo'lganida, даже o'sha yerda men aytmayapman, ular zo'r biza yomon so'zni ishlatmayapman, даже o'sha oddiy bir shamollash holatida ham bitta oddiy o'sha kapelnitsa, ularda serum deyiladi, olish uchun ham haligi doktorga borib, bilib kelib qildirgan. Ya'ni biza ham Qildiribdi-ku. qildirib Juda ko'p davlatlarda hozir kapelnitsalar uyda qat'iyan man qilinadi. Kapelnitsalar sotilmaydi aptekada. sotilmaydi. Faqat davlat yoki bo'lmasam частный shifoxonalarda nazoratda qilinadi. Biz O'zbekistonda hali ham sotilyapti. Bu baxtimiz. Agar sotilmay qolsa, aholimiz bilmayman nima qilishadi. Shunaqa o'shani aytyapti. Borib, Yaqinda shuncha pulga mana qildirib. Amerikadagi yoki bo'lmasam Rossiyadagi bemorlarim bilan gaplashamanda, keyin ular analizlar qilishadi, davolatishadi. Ularda doktorlarni oldiga qabuliga yozilish juda ham qiyin va qimmat. 3 oylab kutishadi. Davleniyasi masalan 150, 160 bo'lib, hansirab yotibdi, yuragi o'ynab yotibdi, lekin borsangiz частный klinikaga yoki bo'lmasam poliklinika bo'limiga qabulga yozilasiz очередga, kardiologga. Umumiy amaliyot shifokori, oilaviy shifokorga kiraverasiz, lekin tor mutaxassislarga очередga yozilasiz. Aytyaptilar, 3 oydan keyin очередim kelar ekan, Labarxon deyaptilar. Keyin men o'zimcha deydilar, magneziya kapelnitsa olmoqchi bo'ldim-da deydilar. Ishonasizmi dedi, butun Sankt-Peterburgga aylanib chiqdim, aptekalarda natriy xlor topolmadim deyaptilar. Juda yaxshi qilishdi dedim. Juda yaxshi qilishdi. Endi siz dedim, turar joyingiz bo'yicha poliklinikada oilaviy shifokorga ko'rinasiz dedim. Vaqtincha ular sizga tabletka yozib berishadi dedim. Keyin очередingiz kelgandan keyin kardiologga ko'rinasiz dedim. U yo tabletkangizni almashtiradi yoki qo'shadi yoki atmen qiladi dedim. Ana shundan keyin sizga aniq lecheniya bo'ladi desam, juda ham murakkab ekan dedilar. O'zbekistonimdan aylanay, bir kunda borib, 1 soat ichida ishimni hal qilib, 2-chi soatda kapelnitsa olib yotardim deyaptilar-da. Albatta, bizada chunki hozirgi kunda bu yaxshimi yomon bilmadim-u, tezlik bilan sotuvga chiqiladi. Shu o'rinda men farmatsevtlarni ham suhbatga tortmoqchi bo'lyapman, lekin bironta farmatsevtni ko'ndira olmayapman. Zavodi bor insonlarni ham ko'ndira olmayapman. Chunki dorilar juda ham nozik tema bo'lganiga, meditsinadan olib chiqaman, aynan farma yo'nalishidan ham olib chiqay deyapman dorilar bo'yicha, lekin hali bir insonni ko'ndira olganim yo'q, lekin shuncha kungacha. Endi men sizga keyingi savolga o'tsam, buni hozir siz ko'p marta qaytardingiz, aritmiya holatini ko'p aytyapsiz, to'g'rimi? Suhbatimiz davomida. Aritmiyani o'zi kuydirish amaliyoti qanchalik xavfli yoki xavfsiz? Shu haqida ham bizga ma'lumot bera olasizmi? Bu qanaqa proses, kuydirish prosesi? Qarang, aritmiyalarni turi juda ham ko'p. Hayot uchun xavfli aritmiyalar bor. Hayot sifatini buzadigan aritmiyalar bor va hayot uchun xavfsiz aritmiyalar bor. Hayot uchun xavfli aritmiyalar o'sha qorinchalar xilpillashi, qorinchalar takikardiyasi, qorinchalarni trepitaniya deydi. Trepitaniyasi, boshqa paroksizmal takikardiyalar yurakda qon aylanishini buzib, o'tkir yurak yetishmovchiligi yoki bo'lmasam o'tkir qon aylanishi yetishmovchiligini chaqirganligi sababli hayot uchun xavfli. O'tkir boshlanadi, bemorda keskin ahvolni yomonlashuvi, hushdan ketish yoki bo'lmasam davleniyani tushib ketishi, holsizlanib qolishi, shokka tushib qolishigacha borishi mumkin. Va bu holatlarda bemorlarda birinchi o'rinda birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ya'ni o'sha yo elektroimpulsli terapiya qilinadi, tok bilan tiklanadi, yo dori-darmon bilan tiklanadi. Bu aritmiya o'rganib chiqiladi. Elektrofiziologik tekshiruvlarda, Holter monitorlarda o'rganib chiqiladi. Yana qaytalanish xavfi qancha? Qay darajada achaklarga kam-ko'p ega? Va bu davolash taktikasi o'ylab chiqiladi. Dori-darmon bilan ushlab turamizmi bemorni? Yoki bo'lmasam kardioverter, defibrillator qo'yamizmi yuragiga yo kuydiramizmi?
kuydirsak qanaqa asoratlar kelib chiqishi mumkin? Bu bemorda o'sha kuydirgandan keyin aritmiya qaytalanish va qaytalanmaslik darajasi qanaqa? Shular hammasi muhokama qilinadi. Bu me'yorda qo'shimcha qanaqa kasalligi bor, vesi qancha, aritmiyani chaqiruvchi gormonal buzilishlar bormi, yo'qmi, hammasi ko'rib chiqilib, keyin o'sha bemor uchun to'g'ri keladigan lecheniya topiladi. Agar kuydirish amaliyoti foydasiz bo'lsa, dorilar ham yetarlicha foyda bermayotgan bo'lsa, yana qayta shu og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lsa, unda o'sha yurakka implant qo'yiladi, o'sha kardioverter defibrillator qo'yiladi. Shu holatda yurak o'zi o'sha kardioverter defibrillator o'zi tok berib, o'zi ritmni tiklab oladi. Yana bir turi o'sha hayot sifatini buzuvchi aritmiyalar. Hayot sifatini buzuvchi aritmiya bu bo'lmachalar xilpillashi, bu bo'lmachalar terpitaniyasi yoki bo'lmasam bo'lmachalar ustida turli tashikardiyalari yoki AV blokadalar yoki bo'lmasam sinus gistutamin blokadalari darajasiga qarab. Umuman xavfsiz aritmiyalar bu sinusli aritmiya yoki bo'lmasam juda ham kam sonli ekstrasistoliyalar qanaqa xavfsiz aritmiyalar hisoblanadi. Shularni aniqlab va davolash rejasi topiladi. Lekin kuydirish amaliyotini ham o'ziga yarasha salbiy oqibatlari bor. Kuydirish amaliyotida o'sha provodnik yuborilayotganda qon tomir zararlanishi mumkin, qon tomir yorilib ketishi mumkin. Kuydirish paytida turli blokadalar yuzaga kelishi mumkin. Siz bir o'choqqa kuydiryapsiz, lekin bo'lmasam qorinchalar aro to'siqqa tegib ketishi mumkin, ta'sir qilishi mumkin va gistutamin blokadalari, AV blokadalari yoki kelib chiqishi mumkin. Shularni hisobga olishadi. Yurak tuzilishi hisobga olinadi. Juda murakkab jarayon. Bu degani aritmiya bo'ldi, paq borib kuydirib kelaman, qutuldim emas. Qaytalanish darajasi bo'ladi. Foizi 30% holatida qaytalanadi bu aritmiya, 10% holatida qaytalanadi, 60% holatida qaytalanadi deb tavsiyalar beriladi. Har bitta operatsiya o'ziga yarasha plus minuslari bo'lgandek, bu jarayonning ham shunaqa plus minus holatlari bor. Ya'ni kuydirish jarayonini xavfli tomonlari ham demak biz ko'rishimiz mumkin operatsiya jarayonlarida. Texnik xavflilik bo'ladi. Ya'ni o'sha operatsiya bajarilayotgan paytda asoratlar, operatsiya bajarilgandan keyingi asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Juda ham ko'p bemorlarim kuydirish amaliyotidan o'tishgan. Ba'zilari dori-darmon qabulini to'xtatishgan, ya'ni ritm tiklangan va to'g'ri tavsiyalarga amal qilib yurishadi. Ba'zilari kuydirish amaliyotidan keyin aritmiya tiklanish darajasi yuqori bo'lgani uchun qaytalanish darajasi baribir doimiy terapiyada, lekin o'sha aritmiya bezovta qilmay ketadi. Biz ham kuydiramiz, ham dori-darmon beramiz. Nega? Chunki agar u inson yosh bo'lsa va u insonni o'zini boshqariladigan omillar, xavf omillari boshqariladigan bo'lsa, u inson dori ichib yuradi, sog'lom insondek hayot kechiradi, ba'zi bir qonun-qoidalarga rioya qiladi. Agar u inson yoshi katta bo'lsa va qo'shimcha kasalliklari ko'p bo'lsa, u boshqa lecheniya. Balki faqat dorida ushlab turarmiz. Chunki asoratlari bu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlari xavfliroq bo'lishi mumkin bu odamga. Balki faqat dorida ushlab turarmiz deb o'sha kardiologlar, aritmologlar maslahatlashib, keyin kardioxirurgga kerak bo'lsa jo'natiladi yoki bo'lmasam. Ya'ni umuman bu kasallikni kelib chiqish sabablari nimada deb o'ylaysiz? Aritmiyani kelib chiqish sabablari yurak shunaqa unikal a'zoki, yurak o'zini nerv tizimiga ega. O'zini o'tkazuvchi tizimiga ega. Ya'ni o'zini o'zi impuls paydo qilib, o'zini o'zi ishlatadigan a'zo. Lekin u a'zoni ham ustidan boshqaruvchi boshliqlari bor. Ya'ni nerv tizimi, oliy nerv tizimiga o'xshagan boshliqlari bor. Ana shu o'tkazuvchi tizimidagi muammolar aritmiyalarga sabab bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yurakni o'tkazuvchi tizimidan tashqari yana qo'shimcha o'tkazuvchi patologik tizimlari, o'choqlari bo'ladi. Qo'shimcha yo'llari, impuls o'tadigan yo'llari. O'tkazuvchi o'zini normal tizimi ishlab turganda, lekin bu o'choq aktivlashib qolsa, bu o'choq qamchini o'z qo'liga oladi. Aritmiyasini keltirib chiqaradi. Va shu holatlarda patologik o'choq aslida kuydiriladi. O'sha o'choq qamchini o'z qo'liga olayotgan narsa bostiriladi, чтобы bu o'tkazuvchi tizimi o'zgarmagan, uzilmagan, o'zini ishini davom ettirish uchun.
Lekiga mana shu o'choqqa bostirish agar oxirigacha bo'lmasa, qo'shimchasiga dori bilan bostiriladi. Agar bu o'choqni aniqlash imkoni bo'lmasa yoki bo'lmasam bu insonda mm, qon aylanish buzilishini kelib chiqishi xavf asoratlari bo'lsa, unda o'sha aytgandek implant bilan boshqariladi. Insonlarga 3 ta nimani qilmanglar shu holat bo'lmasligi uchun deya olasiz? Birinchi o'rinda o'sha har doim siyqasi chiqib ketgan yuqori qon bosimida yurak nagruzka bilan ishlaydi. Ko'proq, kuchliroq qisqaradi. Natijada organizmimiz aqlli. U yurakni mushaklarini ko'paytiradi. Gipertrofiya deydi. Chapga siljibdi yuragingiz, chapga kattalashibdi deymiz. Gipertrofiyalanadi, lekin siz qon bosimini davolamadingiz, ozmadingiz, ovqatlanish tartibiga rioya qilmadingiz, dальше nagruzka ketyaptimi? Endi a'zo aytadi, menga qon yetmayapti deydi. Men bu kengaydi, lekin ichida tomirlar ko'paymadi. Buni qon bilan ta'minlash 2 barobar qiyinlashdimi? Bu qiyinlashgandan keyin u mushak emas, уже fibroz to'qimaga aylanadi. Qattiqlashadi. Oldingidaqa kuchli qisqarmaydi, lekin fibroz to'qima nisbatan kam kislorod talab qiladi. Organizm majbur bo'ladi mana shu kengayayotganni mushaklarni fibroz to'qimaga almashtirishga, chunki qon yetmayapti. Endi baribir davolamadingizmi? Bu fibroz to'qima qattiqlashib, mo'rtlashib, u endi aritmiya o'chog'iga aylanadi. Undan keyingi jarayonda bu yuqalashib ketadi, yurak kengayib ketadi, yurak yetishmovchiligi shakllanadi. Yuqori qon bosimi, turli xil stresslar, turli xil toksik moddalar, energetiklar, psixiatrik moddalar, ya'ni o'sha sintetik narkotiklar, shunga o'xshash holatlar aritmiyalarga hozir asosiy sabablardan biri. Aytib o'tgandek, boya miokarditlar. Miokarditlar ham aritmiya o'chog'i hisoblanadi. Infarkt, miokardit yuqori qon bosimi natijasida paydo bo'lgan fibroz to'qima aritmiya o'chog'i. Ya'ni hammasi bir-biriga bog'liq. Ha, yoki bo'lmasam tug'ma o'sha patologik o'tkazuvchan tizim bo'ladi. Nimadir sharoit bo'lib u aktivlashib oladi. Biz qanaqadir bir sharoit yaratib beramiz-da. Aktivlashib olgandan keyin u bir hech sababsiz paydo bo'lishi mumkin. U patologik o'choqlar o'sha yurakni erta ona qornida shakllanayotgan paytida va ma'lum vaqtlarda aktivlashadi. Yo yoshlik paytida, yo вообще 50 yoshda aktivlashadi. Uni aktivlashiga sharoit yaratiladi va aktivlashadi. Sabablari shular. Endi mana o'zingiz aytib o'tgan joyizdan olib savol beraman. Bu bizada savollarda bor. Даже yosh yigitlardan ham kelgan savol bor. Kimligim aytmagan holatda yoki profilim aytmagan holatda so'rab berib oqasizmi degan. Даже bir ikkita yoshlarni o'zi ham so'radi. Ya'ni qizlarni o'zi ham so'ragan holatda aytib beraman. Savol qilib beraman sizga. Aytyapsiz, mana hozir kunda sintetik narkotik moddalar, mana shu sigaretalar yokida spirtnoy ichimliklar deyapsiz, to'g'rimi? Savolim sizga shunaqa bo'ladi. Ko'plab beriladigan savollardan biri va internetda hozir kunda juda ham ko'p aylanayotgan hamda televideniyada ham bu narsani global qilib ko'tarib, prezidentimizda ham даже qonunlar doirasida ko'tarayotgan savollardan biri elektron sigaretalar bo'yicha savol bermoqchiman. Bu aynan yuragimizga qanchalik zarar, shu haqida bizga aytib bersangiz, chunki juda ham hozir kunda ko'payib ketyapti bunaqa narsalarni o'sha iste'mol qiluvchi insonlar. Savollar ham yig'indisi shu tema bo'yicha. Ya'ni men kalyan chekaman, yuragim tez-tez urib ketadigan bo'lib qolgan, yokida men tabletka qabul qilaman, asabiylashganimda ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. Даже bir xil ayollardan kelgan anaqilar bor. Turmush o'rtog'idan bezovta bo'layotganlari ham chakib oladi, ham shikillab oladi. Endi tomiriga o'tgan. Men qo'rqaman bunaqa inson bilan yashashga. Farzandimni уже kelganda uyga tanimayapti bizani. Tashagin shuni desa, ko'tarmaydi, yuragimdan g'alati bo'lib ketaman deb javob beradi degan holatlar ham bor. Даже yosh qizlarda ham bor. Men tasholmayapman. Shuni kardiologdan so'rab oqasizmi deganlar ham bor. Даже mana qizlardan kelayotgan savol. Elektron sigaretalarni tasholmayapman. Shuni yechimi bormi degan. Bu juda ham achinarli holat deb o'ylayman men. Chunki qizlar aytyapti. Men ayollar, yosh katta ayol demayapman. Yosh qizlardan kelgan holat. Siz umumiy olganda aynan bunaqa vositalar haqida va uni yurakka bo'ladigan zararlar haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Ha, albatta.
elektron sigaretadan boshlasak, elektron sigaretani yoshlar birinchi moda uchun chekadi. Bu hozir o'sha moda, krutoylik belgisi yoki bo'lmasam o'sha puli bor elitani belgisi bo'lib qolgan. Kalyanlar ham xuddi shunaqa. Va ular miyasiga quyilib qolgan oddiy sigaretdan ko'ra zarari kamroq. Oddiy sigaretdan ko'ra nikotini kamroq yoki bo'lmasam bu turli xil ta'mli, yoqimli deb aytishadi. Va aytamanki, oddiy sigaret o'zi nikotin moddasi yurak qon tomir kasalligini 5 barobar ko'p uchrashiga sabab bo'ladi. 5 barobar. Infarktni yoki yurakni eng birinchi zarariga yetkazadigan zararli odat desa biz har doim chekish deymiz. Chekish. Nuqta. Bo'ldi. Chekish. Nima chekishingizdan qat'iy nazar. Sigaret chekasizmi, kalyan chekasizmi, vape chekasizmi va boshqa. Endi elektron sigaretalarda oldingi sigaretalarga nisbatan yana qo'shimcha nima bor? Bu birinchidan kapsulada bo'ladi nikotinkasi. Kapsula elektron sigaretani tutatish paytida eriydi. Kapsuladan turli xil moddalar ajralib chiqadi. Ya'ni o'sha ta'm beruvchi moddalar, turli xil sintetik qo'shimchalar, oksidlovchilar, aldegidlar eriydi-ku. Va elektron sigaretani o'zini ham ichki trubkalari qiziydi. Va turli parlar ajrab chiqaradi. U vape pardan tashqari u qizdirish natijasida axir polimer-ku. Titandan qilinmaydi-ku elektron sigaretalarimiz. Plastmassa qanaqadir bir polimer. U issiqlik ta'sirida bilamiz, plastmassalar o'zidan kanserogen modda ishlab chiqaradi. Uni tasdiqlangan, buni tasdiqlashi, qayta tasdiqlangan aytish hojati yo'q. Hamma joyda bong urib aytiladi. Siz qo'shimchasiga nima olasiz? Ha, to'g'ri, siz qanaqadir ta'mli nikotinkani chekasiz. To'g'ri, siz kurtoysiz, zo'rsiz, pulingiz bor, lekin qo'shimchasiga nima olasiz? Qo'shimchasiga kanserogen modda yutasiz. Qo'shimchasiga siz oksidlovchilar yutasiz, aldegidlar yutasiz. Bu birinchidan ateroskleroz jarayonida nikotin bilan birga yana ham ko'proq paydo bo'lishiga, ikkinchidan o'pka kasalliklariga sabab bo'ladi. O'pkani surunkali hozirda vaporlar o'pka kasalligi shakllangan. Aynan o'sha elektron sigareta chekuvchi insonlarda o'ziga xos o'pka kasalliklari bor deb o'sha pulmonologlar alohida bir guruhga qilib ajratishyapti. Mana shunga ega bo'lamiz. Endi boshqa sintetik moddalarga keladigan bo'lsak, bu sintetik moddalar hammasi birinchi o'rinda asab tizimini, ruhiyatni buzadi. Ikkinchi o'rinda o'zini toksik ta'siri natijasida kardiomiopatiya chaqiradi yurakda. Toksik kardiomiopatiya, alkogol, sintetik narkotiklar yoki oddiy narkotiklar natijasida toksik kardiomiopatiya bu orqaga qaytmaydigan yurakni rivojlanib boruvchi kasalligi. Nimasi bo'ladi? Yurakni otish kuchi kamayib ketadi. Kengayib ketadi razmerlari. Bemor qo'pol qilib aytganda do'konga ham chiqib kela olmaydi, hansiraydi, oyoqlari shishib ketadi, yuragi o'ynab ketadi, davleniya tushib ketadi. Bu kardiomiopatiyaning belgilari. Kardiomiopatiya keltirib chiqaradi, aritmiyalarga sabab bo'ladi, asab turli ruhiy kasalliklarga sabab bo'ladi. Endi bundan chiqishi yagona usuli, qaramlikdan chiqishi yagona usuli boshida boshqa bir qaramlikka yuzaga keltirish. Ya'ni siz oldin shunaqa bor edi, hozir u man qilingan. Ya'ni o'sha narkotik tashlamoqchimisiz, oldin itishardi. O'rniga bosib turish uchun. Keyin chekishardi, keyin nosga o'tishardi, shunaqa qilib chiqib ketishardi. Hozir unaqa terapiya qat'iyan deyarli man qilingan, chunki o'sha alkogol chekishi o'zini ham zararlari aniqlanganligi uchun hozir boshqa bir usuldagi o'sha dorilar bilan ushlab turish, o'sha sindrom atmenani, ya'ni lomkani kamaytirishi narkologlar o'zlarining usullari bor. Shu usul bilan chiqib ketadi bemor, faqat vaqt kerak, iroda kerak, yaqinlarning yordami. U usul bilan men shug'ullanmayman. To'g'risi, ba'zida bir kunda chekish tashlab yuborgan insonlarni bilaman. Ba'zida sekin asta oylab chekish tashlagan insonlarni bilaman. Lekin yillar davomida o'rgangan narsani birdaniga tashlash tavsiya qilmayman. Bu chekish bo'lsin, bu alkogol bo'lsin. Chunki o'tkir yetishmovchilik sindrom atmena kelib chiqadi. Sindrom atmenani hamma har xil ko'taradi. Kimdir yengib o'tadi, kimdir
og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun eng zo'r usuli sekin asta iroda bilan uni tushungan holatlarda kunlik priyomlarni kamaytirib, miqdorini kamaytirib, 1 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda tashlasa bo'ladi. Iroda kerak. O'zingiz xohlamagunizcha sizga hech qaysi narkolog yoki hech qaysi shifokor u qaramlikdan chiqarib ola olmaydi. O'zi xohlashi kerak. O'zi xohlashi kerak. O'zi xohlashi kerak. Do'stlari telefon qilganda bormaslikni, do'stlarini qo'ng'irog'ini ko'tarmaslikni, o'sha dori tarqatuvchi insonni ko'rganda xohlab qolmaslikni va hokazolarni o'zi xohlashi kerak. Bu judayam global muammolardan biri. Haqiqatda judayam ko'p joyda gapirilyapti. Zapretlarga nechadir yoshdan boshlab qo'yiladi degan qonunlar, qarorlar, mashtaqalar bilan hozir davlatimiz ham shug'ullanyapti. Yoshlarning orasida, ya'ni maktab yoshidagilar orasida ko'payib borayotgani uchun. Albatta bu yurak kasalliklari bilan bo'layotgan podkastimiz, menimcha bu podkastimizdan yoshlardan ko'ra ota-onalar nazoratga olib, eshitib, menimcha olish kerak. Chunki bu yosh yigitlar, yosh qizlar deb ketsa kerak deb o'ylayman men. Chunki doim bizning O'zbekistonda Amerikadek emasda, 16 yoshdan keyin bor ko'chaga chiq, bilganing qil degan so'z yo'qda. 18 yoshmi, 30 yoshmi, hoy bolam degan so'z menimcha bizning o'zbeklarda bo'lsa kerak. Bunaqa holatlar menimcha nazoratga kattalar tomonidan olinsa, menimcha samarali bo'lsa kerak. Endi men sizga yana bitta savol bersam, biz umumiy savollar beryapmiz, eslatib o'tamiz. Bizning kardiolog vrachimiz kattalar bilan ishlaydilar, bolalar doktori emaslar. Shu o'rinda mana biz umumiy ma'lumotlar beryapmiz, to'g'rimi? Keling, men istisno tarzida homiladorlar haqida ham sizga savol bersam, hozir kunda homiladorlikda tinmasdan qon quyilib ketishi, yurakda taxikardiya, ya'ni nafas yetishmovchiligi, kislorod yetishmovchiligi holatlarini kuzatib borilayotgani, poliklinikalar tomonidan hozir kunda tinmay o'sha прогулкаga chiqishi yoki azonoterapiyalar yoki fitobarlarga chiqib, kislorodniy penkalar ichilishi, u ham yetmaganda bolada baribir nedostatik bilan tug'ilish holatlari haqida sizdan so'ramoqchi bo'laman. Chunki homiladorlik davri bu butun boshli bitta muammoga aylanib qoldi. Ha, to'g'ri aytasiz, juda ham ko'payib ketgan. Sababi bu ona organizmidagi surunkali kasalliklarni davolamasdan, defitsitlar to'ldirilmasdan, infeksiyalar davolanmasdan homilador bo'lish. Homiladorlikka tayyorgarlik kerak. O'sha homiladorlik paytidagi taxikardiya, nafas yetishmovchiligini birinchi sababi bu oddiy kamqonlik. Ikkinchi sababi bu buqoqdagi gormonal buzilishlar. Uchinchi sabab bu davolanmagan miokardit yoki davolanmagan mitral klapan prolapsi yoki bo'lmasam mitral yetishmovchilik, klapan paroklari yo revmatizm. Mana shularni davolamaymiz. Hamda homilador bo'lamiz. Homiladorlikni boshidan boshlab muammolar boshlanadi yoki 3-trimestrda muammo boshlanadi. Ya'ni o'sha yurakka kelayotgan nagruzka eng ko'p bo'lgan payt 3-trimestr. O'sha paytda muammolar boshlanadi. Aritmiyalar, nafas qisishi, hansirab qolishi, ehoni yomon chiqishi, kardiogrammani yomon chiqishi, qanaqa qilib tug'ruq muammo bo'lib qoladi. O'zi tug'sinmi, og'riqsizlantirib tug'sinmi yoki keserva bilan tug'sinmi, kim bunga javob beradi, kim ruxsat beradi va hokazo va hokazo. Agar hatto homiladorlik vaqtida ham, masalan, homiladorlar bilan ham ishlaymiz. O'sha anemiya, miokardit, buqo kasalligi yo bo'lmasam infeksiya aniqlansa, 3 oylikdan keyin bu infeksiya yoki aniqlangan defitsitlarni to'ldirish kerak. Xohlashmaydi. Tushuntiramiz. Bu yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Keyinchalik 3-trimestrga, 3-anaqaga o'tganingda, dekadaga o'tganingda, tug'ruqqa yaqin sanda muammo kelib chiqadi. Hansirash, yurak urib ketishi, taxikardiya, qon bosimi oshishi yo tushib ketishi muammosi chiqadi. Bolangda turli xil muammolar bo'lishi mumkin. O'sha bola bilan ona o'rtasida qon aylanishini buzilishi Dopplerda aniqlanadi, juda ham ko'payib ketgan hozir. Yo'ldoshi oldindan qarib qolishi, suvni xiralashib qolishi va hokazolar. Taxikardiya, bolada gipoksiya deyishaveradi. O'zida sababi nimaga? Bolani qon bilan ta'minlovchi tomirlar nosog'lom. Birinchi sababi. Yoki bo'lmasam onada gemoglobin yo'q. Qaysi gemoglobin olib borib bersa unga kislorodni, onani o'ziga yetmayapti-ku gemoglobin. Yoki bo'lmasam
onani qon bosimi yuqori. Onani qon bosimi yuqori bo'lgandan keyin aytganimdaqa boyagi periferik, ya'ni o'sha bachadondagi tomirlarni qarshiligi oshib ketib spazm bo'ladi. Kichraygan tomirdan qanaqa qon o'tadi-yu, normal tomirdan qanaqa qon o'tadi, farqi bor-ku. Va albatta bolada qanaqadir gipoksiya yoki bo'lmasam takikardiya kuzatiladi. Yo'ldosh oldindan qarib qoladi. Oldindan qarib qolgandan keyin homilador oxirigacha olib bora olmaysiz 40 haftagacha. Turli xil bolani erta nuqsonlar paydo bo'ladi. Turli xil kasalliklar, o'sha nafas yetishmovchiligi, boshqa muammolar, takikardiya, gipoksiya kuchayib ketishi mumkin, rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ona homilador bo'layaptimi, avvalambor ayollarimiz mas'uliyatli bo'lishi kerak. Ha, kelin bo'ldim, yashab ketishim uchun tug'ishim kerak. Yo o'g'il kerak, yo qiz kerak deb homilador bo'lishadi, lekin men aytaman, xo'p, mayli, xo'p, homilador bo'ldik, shuncha muammoni ustiga. Shuncha muammo ustiga homilador bo'ldik. Bittasini yuragi kasal, yo bitta yuragi ishlamaydi, yoki bo'lmasam miokarditi bor, u yuragi kengaygan, homilador bo'lish mumkin emas. 3 ta farzandingiz bor, homilani keyingi homiladorlikka tavsiya qilmayman. Yurak ko'tara olmasligi mumkin. Yurakka ahvoli og'irlashib qolishi mumkin, yo bo'lmasam homilani oxirigacha homiladorlik davrini o'tkaza olmasligingiz mumkin desa, tushunishmaydi. Bab tug'ishim kerak. Allohmidi u. Alloh o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatadi, rizqi bilan beradi yoki bo'lmasam shuncha ayol tug'di shu kasallik bilan, ana qo'shnimiz ham tug'di mumkin emas degandi deb atrofdagi odamlarning ta'sirida homilador bo'ladi. Lekin o'sha 32 haftalikda, 28 haftalikdan boshlab uni kardiologlar voydod bolani kesarva bilan tug'asan, vohli tug'asan, ilojing yo'q, yurak kengayib ketyapti, davleniyang tushib ketyapti, shunga o'xshash holatlar. Voydod boshlanadi. Voydod boshlangandan keyin hamma o'sha tavsiya bergan odamlar sekin qo'lni cho'ntagiga solib, bilmadim. Bitta achinarli narsasi nimaki, menga judayam ko'p bemorlar Instagramdan yozadi, YouTubedan, Telegramdan yozadi. Operatsiya qildirishim kerak. O'zi operatsiya qildirmay yaxshi yuruvdim, homiladorlikdan keyin kuchayib ketdi. Operatsiyaga mablag'im yo'q. Xo'jayinim chetdalar yoki qo'limda yosh bolam bor, emizikliman. Hozir ahvolim og'ir, mana shu dorilarni ichishim kerak. Emizishdan chiqar deyapti bolani, men chiqara olmayman. Tushunyapsizmi? Bu muammoni ketidan muammo ulanib ketaveradi. Shuning uchun sizga tavsiya berildimi ma'lum muddat homiladorlikdan saqlanish? Saqlansin. Tavsiya berildimi boshqa homilador bo'lish tavsiya bermaymiz. Shunaqa qarshi ko'rsatmalari bor. Yuragi dosh bermaydi, yuragi dosh bermaydi, yo ko'zi ko'r bo'lib qoladi, zreniyasi tushib ketib qoladi. Demak, u ayolning foydasi uchun aytilgan narsa. O'zimiz uchun, aqlli yasash uchun yo shu boshqa bir kavarniy fikrlarni aytmaymiz. Shu ayol qolgan 3 ta bolasini voyaga yetkazib, sog'lom boqib, rivojlantirib, rohatini ko'rishi uchun. Lekin 4-farzandni ham tug'ib, invalid bo'lib, operatsiyaga yotib, yoki bo'lmasa operatsiyaga yota olmay, invalid bo'lib qolishi uchun emas. Maqsad shu. Chunki biz UZI bo'yicha ham mutaxassis chaqirganimizda ham juda ham hozirgi kunda homiladorlar orasida mana shu qon quyilib ketishi yokida qorinda bolaga kislorod yetishmovchilik holatlari, gipoksiya bilan tug'ilayotgan bolalar haqida gapirgan edilar. Shuning uchun sizga bu savolni yana berishga qaror qildim. Chunki hozirgi kunda даже ko'ryapmiz, homiladorlikni boshidan oxirigacha qonni suyultiruvchi dorilar yozib berilayotganini. Kleksan bolalari deyiladi. Shunaqalar bo'lib ketgani uchun men bu savol beryapman. Bu holat nimadan keyin paydo bo'ldi? Ya'ni oldin bunaqa bo'lmasdi. Men o'zim ham farzandlarimni pandemiyadan oldin tug'ganim uchun bo'lmaganmi, yo pandemiyadan keyin hamma shunaqa bo'lib qoldimi ya'ni? Pandemiya paytida, Covid paytida tomirlarni surunkali yallig'lanish kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Va surunkali yallig'lanish shunaqa holatki, u qonni quyuqlantirib yuboraveradi. Surunkali arterit deyiladi. Pan arterit yoki qaysidir soha arteriti. Yoki bo'lmasam antifosfolipidniy sindrom degan holat bor. Antifosfolipidniy sindromda o'sha ayol organizmida qonni suyultiruvchi mexanizmlar ishlamaydi. Yetishmaydi. Va homiladorlik o'zi qon quyuqlashishi bilan kechadigan, normada qon quyuqlashadi homiladorda. Homilani ushlab qolish uchun bachadon, homila tushib ketib qolmasligi uchun, qon ketib qolmasligi uchun organizm himoya reaksiyasi sifatida qonni quyuqlashtiradi.
Gormonlar o'ynaydi. U gormonlar qonni quyuqlashtirishga sabab bo'ladi. Lekin normadan yuqori quyuqlashib ketsa, bolada va onada o'rtasidagi tomirlarda qon aylanishi buzilib qoladi. Yoki homila rivojlanmay qolishi. Nimaga rivojlanmay qoladi? Antifosfolipidniy sindromda homila juda ko'p rivojlanmay qoladi. O'z-o'zidan tushib ketishlar yoki qotib qolishlar rivojlanmay ko'p. Chunki o'sha paytda antifosfolipidniy sindrom bo'lganligi uchun bolaga yetarli qon bilan ta'minlana olmaydi. O'sha homila rivojlanishdan to'xtab qoladi. Shuning uchun aytgandek homiladorlikka tayyorgarlik ko'riladi. Tekshiruvdan o'tiladi koagulogramma, boqoq bezi, oddiy qon, siydik tahlillari, yurakni EKG, oddiy narsadan o'tiladi. Nima muammo topilsa, EKG yomon chiqdimi, eho qilinadi. Siydik analizi yomon chiqdimi, yurakni UZI qilinadi va boshqa analiz tekshiriladi. Boqoqda muammo chiqdimi, anaqasida uni ham chuqurroq tekshiruvlarni qilib, u muammo hal qilingandan keyin doktoringiz ruxsat bersa, keyin sog'lom homiladorlik davriga o'tishingiz mumkin. Lekin barq urib yotgan kasallik paytida homiladorlik normal kechmasligi bu tabiiy narsa. Endi mana sizga bunaqa savol bersam, mana siz ish faoliyatingiz davomida hozirgi kunda umuman olganda nima bilan murojaat ko'p va kimlar tomonidan murojaat? Ya'ni erkak, ayol demoqchiman, yoshi nisbati masalan 30-40 yoki qariyalar deysizmi? Umuman olganda hozirgi kunda kardiologik kasalliklar yosharib boryaptimi? Sizni bemorlaringiz nimalar bilan murojaat qilishadi? Yosharib boryapti. Eng yosh infarkt bilan bemorim 25 yosh bo'lgan. Katta hajmli infarkt. O'sha aytib o'tgan stentdan keyin tomiri yopilib qolaverib, qayta stent qo'yilgan bemorim 32 yosh bo'lgan. Ular 50-60 yoshli insonlar emas. Eng ko'p murojaat nima kuzatiladi? Birinchi o'rinda erkaklarda, ayollarda kardionevroz ko'p. Yoshlarda o'sha zararli odatlari bo'lgan, sintetik vositalar qabul qiluvchi, energetik qaram bo'lib qolgan, telefonga qaram bo'lib qolgan, bundan tashqari turli xil qo'rquvlari, qattiq stressdan keyin o'zini yo'qotib qo'ygan holatlarda yoki bo'lmasam qattiq ruhiy yoki aqliy, jismoniy nagruzkadan keyin paydo bo'lgan o'sha yurak urib ketish, vahima, o'lib qolish vahimasi bilan ko'p kelishadi. Ba'zi holatlarda sportsmenlar keladi, o'sha gormonal qabul qilishadi, gormonlar testosteron urishadi mushakka o'stirish uchun. Bu testosteron yurak mushagini ham o'stiradi, yurakda moddalar almashinuvini, umuman organizmda moddalar almashinuvini buzib tashlab, aritmiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Shunaqa bemorlarim ko'p. Bundan tashqari, klimaks paytidagi ayollar ko'p. Ya'ni klimaks bu nima? Klimaks bu ayollik gormonini keskin pasayib ketishi va tabiiy holatlarni to'xtashi hamda organizmda ayol organizmida gormonal zbo'y, disbalans paydo bo'lishi. Butun umr ayollik gormonlari bizni himoya qiladi. Tomirlarimizni, sochimizni, terimizni yosh ushlab turish, o'sha tomirlarda ateroskleroz jarayonini pasaytirib turish xususiyatiga ega estrogen. Estrogen kamayib ketdi, bu jarayonlar barqaror rivojlanib ketadi. Soch to'kiladi, qosh to'kiladi, ajin tushadi, quruqlashib ketadi teri, pigmentatsiyalar ko'payib ketadi. Ateroskleroz ham shu darajada shu bilan birga ko'payadi. Ateroskleroz paydo bo'ldimi, bu qon bosimi, yurakda og'riq, taxikardiyaga sharoit. Shunaqa bemorlarim ko'p. Hozirgi kundagi bemorlaringiz juda ham bir ajoyib bemorlar ekan. Agarda siz haqiqatda muskularingiz zo'r qilmoqchi bo'lgan yigit bo'lsangiz, u ozg'in bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Demak, sizda kelasi yurak kasalliklari rivojlanishi mumkin ekan. Haqiqatda hozir bilamiz, fitnes zallarda ko'payib ketgan har xil mana shunaqa odatlar. Yaqinda men ham bitta yaxshi sportivniy farmakolog chaqirmoqchi bo'lyapman. Ular ham shu temani xuddi sizga aytayotgan narsani muammo qilib aytgandilar. Shuni olib chiqsam nima deysiz dedilar. Juda ham zo'r bo'lardi. Chunki o'zidan trener yasab olgan, lekin umuman hech narsani bilmaydigan, kachok, yaltiratib olgan sportsmen internetda o'zini zo'r reklama qilayotgan bo'lishi yoki zalda o'zini zo'r reklama qilayotgan macho bolalarni videolariga yoki gaplariga chuv tushib, hozirgi kunda boshqa ichidagi bilinmaydigan kasalliklarni bilmasdan rivojlantirilayotgan holatlar bo'yicha mana shu suhbatimiz bo'lib o'tyapti. Chunki mana ko'ryapmiz, vrachlarimiz oldiga demak shunaqa bemorlar ham kelishar ekan. Keladi, juda ko'p keladi.
Infarktdan keyin stent qo'yilgan, AQSh qilingan bemorlar o'z-o'zidan dorilarni to'xtatib qo'yib, tabiblarga borib, tabib ekstraktlarini, tabiiy dori vositalarini ichib, qayta tromb qilib, qayta infarkt bo'lib, уже og'ir ahvolda qaytib kelishadi. Bunaqa bemorlar ham ko'p. Tabibli temasimizni doim ko'taramiz. Даже oldingi podkastda ham aytgandim, tabib chaqirsangiz bo'lmaydimi degan savollar bo'ladi. Men yo'q, tabib chaqirmayman men deb aytaman har doim. Sababi ko'p vrachlar tabiblardan nolishadi. Buni sababi menimcha o'sha vaqtida zamonaviy meditsinadan foydalanmasdan qanaqadir alternativ hozirgi kunda isbotlanmagan meditsinadan foydalanilayotgan holatdan nojo'ya ta'sirlar ko'payib borayotganidan menimcha bezovta bo'lsanglar kerak. Endi tabiblarni tan olmaslik emas, judayam gрамотный tabiblarimiz bor. Ya'ni o'sha tabobat bilan shug'ullanuvchi, o'simliklarni xususiyatlarini biladigan, ular nimaga qarshi, nimaga yordam beradigan tabiblarimiz ko'p. Ular lekin o'zlarini chegarasini bilishadi. Ya'ni, masalan, biz ham o'tli dorilarga murojaat qilamiz. Men ham praktikamda o'tli dorilarni yozaman. Kasallikka boshlang'ich davrida yoki bo'lmasam o'tib ketuvchi holatlarda tabiblar bemalol davolashi mumkin. Agar ko'zi yetsa. Ya'ni o'sha kasallik emas, oraliq holatlar bo'ladi-ku. Hali kasallik rivojlanmadi, o'tkir formaga o'tmagan. formaga, surunkali formaga o'tmadi, bironta bir tekshiruvlarda o'tkir o'zgarishlar aniqlanmadi. Tabiblar juda chiroyli davolab berishi mumkin. Masalan, oddiy aytsam, mana shu hozir asab buzilishlari bilan kelib chiqadigan yurak kasalliklarida boshlang'ich paytida tabiblar bizga yordam berishi mumkin. Bu degani bizni dorilarimizni atmen qilib, ichma bu dorilarni. Ximiya bu jigaringni o'ldiradi. Balo battar deb o'zlarini o'tlariga o'tkazib qo'yishadi. Keyin aytaman, kechirasiz-ku deyman. Bitta gap aytaman, xafa bo'lmaysizmi deyman. Yo'q. Yuqori qon bosimingiz oshib ketib, insult bo'lib, bir tomoningiz ishlamasdan yotib qolganingizda sizni sog'lom jigaringizga yordam bermaydi deyman. Siz jigarni sog'lom qilish uchun hozir men dorilarimni ichmayapsiz-a deyman. Tabib bu o'tlarni ichib yuribsiz-a? Xo'p, mayli yordam beryapti. Lekin baribir bu gipotoniya kasalligi buni oldindan aytib bo'lmaydi. Ertaga bir kun 240 ga urib yuborsa davlatingiz, infarkt yoki insult bo'lsangiz, yuragingizni changallab yo qo'lingizni changallab to'shakka mixlanib qolganingizda sizni sog'lom jigaringiz sizga yordam bermaydi deyman. Biz ham bilamiz ba'zi bir dorilarning jigarga zararligini, lekin kechirasiz, davolash kerak. Jigaringizga ta'sir qilib qo'yaman-da, yuravering shu davleniya bilan, endi Xudo bergan umr yashaysiz deyish kerak. Yoki bo'lmasam, onkologiyada hammamiz qo'rqamiz. Ximiyoterapiya, nur terapiyani отказ qilishadi. Sochim to'kilib ketadi, foydasi yo'q ekan, falon to'shdim, u bo'ldi, bu bo'ldi. Tabibga borishadi, tabib davolaydi. Insofli tabib bo'lsa, boring, uka, opa, siz o'tkazib yuboribsiz. Men doim ta'sir qilmaydi sizga deydi. Insofsiz tabib bo'lsa, men davolayman. Yo'q qilib yuboraman deydi. Doktorlaring gapiraveradi, nechtasi yashab yuribdi, o'ladi deganini deydi. Endi biz bilgan ba'zi bir dorilarni beradi. Biz bilamiz uni, lekin sostavini aytmaymiz. Aytsam qo'rqaman, xalq o'zi olib ichib oladi deb. Shularni qo'shib beradi. Ozgina tezliklik his qiladi bemor, ozgina yaxshi ishtahalari ochilib, ranglari chiroyli bo'ladi. Lekin buni 10 yillab icha olmaysiz. Bo'ldi deydi, 6 oylik kurs tugadi, sen tuzalding. Menga qarsaklar, men zo'rman deydi, lekin qarabsizki 1 yildan keyin kasal уже metastazlar bilan, oxirgi rak darajasi bilan yana onkologiyada o'sha nur terapiyasini olyapti-da. Shuni 2 yil oldin olganingizda balkim vashi metastazgacha bormasdi, 2-darajalikda to'xtirdi, hayotda yashash davomiyligi 15 yilga cho'zilardi. To'g'ri, balki davolamayotgandirmiz rakka. Shifokorlar hali kuchi yetmayotgandir, lekin hayot cho'sayapmiz-ku. Bu eng nima deydi, asosiysi emas. Eng asosiysi albatta. Men o'zim ham ko'rdim internetda shunaqa video, bitta tabib Ibn Sinoni kitobini ochib olib, men o'zim aynan o'simliklar bo'yicha dars berganman. Dorivor o'simliklar bo'yicha dars berganman. Bu fan farmakognoziya deyiladi o'zi. Ya'ni botanika emas bu. Botanikaga asoslanadi, chunki dorivor
o'simliklar haqida o'rganadigan fan. Haqiqatda men o'zim ham Ibn Sinoni kitobini ko'rganman-da. Ibn Sino kitobini ichidagi gaplarni hamma ham o'qib tushunib ololmaydi. Men nima demoqchiman? Ibn Sino kitobini ochib olgan, tabib aytyapti o'sha yerda, mana shu namatak, ya'ni shipovnik ko'rsatyapti, namatak qonni suyultiradi. Shuncha grammdan olib, mana shunaqa damlaysizlar. Ana undan keyin men javob beraman, qoninglar suyulib, tetik bo'lib, zo'r yurasizlar. Ana emotsiyalar bilan gapiryaptilar. Tabib men o'zim ham qarab turdim-da videoga-da, buni kim ko'ryapti ekan, qanaqa kasallik ko'rayotgan ekan, hozir gastroenterologik oshqozonida muammosi bor bemor, qonimni suyultiraman deb, bu shipovnikni olib 1 oy damlab ichar, 2 oy damlab ichar, 3-oyda shundoq spazmni berib, oshqozoni shundoq pristup bersa, nima bo'ladi dedim ichimda. Doktorga boradi. Ha, aytmoqchimanki, bu yerda individualniy podxod ketmayapti-da, standart javob. Siz aytasiz, shablon emas bizani ishimiz deb. O'sha yerda kommentariy kirsangiz juda ko'p. Kommentariy juda ham ko'p. U kommentariy ham solib yuborishadi ular. Voy doktor, anaqami, voy palonchaka undoqmi, undoq ichiymi, bundoq ichiymi deb rassa bir gap. Men ichimda shuni o'yladim. Ya'ni boshqa kasalliklar bor bo'lsa-chi bu odammi? Qonini suyultirmoqchi bo'lgan odammi? Gemofiliyasi bo'lsa-chi? Gemofiliyasi bo'lsa-chi? Ivmi qolsa nima bo'ladi? Mana shunaqa holatlar uchun albatta biz shunaqa podkast uyushtiramiz. Yana bitta savol sizga men eslatma tarzida aytaman. Bir paytda menga aynan sertifikat olish bo'yicha, til bo'yicha o'qib yurganimda muammo bo'lganda o'zingiz aytgan edingiz. O'sha kardio-nevroz haqida til bo'yicha ham juda ham ko'p hozir IELTS olaman deb yoki institutga kiraman deb repetitorlarga borib yurganlarning ichida, ya'ni yoshlar orasida hozir kunda ko'payayotganini aytdingiz. O'zi umuman olganda bolalarimizni IELTSga yoki turli xil repetitorlarga, ya'ni fanlar bo'yicha repetitorlarga berishimiz qanchalik to'g'ri, bosim bilan o'qitishimiz ularni yurak kasalliklari, ya'ni kardio-nevrozga olib kelarmikin yoki bizani sog'lom holatda ushlab turarmikin, o'sha bizani bosim bilan o'qitayotgan fanlarimiz, ya'ni farzandlarini tarbiya qilayotgan ota-onalarga siz nima deya olasiz? Endi bitta holatda farzandini bo'lajak kasbini aniqlab, shu kasbiga yo'naltirilgan bilimlarni o'rgataylik. Masalan, sport bo'lsin, har doim yonida til bilan ketmoqchimi? Tilni o'rgansin. Hunar bilan ketmoqchimi? Hunarni o'rgansin. Tabiiy fanlarmi? Tabiiy fanlarni. Aniq fanlarmi? Aniq fanlarni. Yo, biz hammasiga beramiz. Til ham o'rgansin, kasbi ham bo'lsin, sport bilan ham shug'ullansin, matematika ham bo'lsin, mentalniy arifmetika ham bo'lsin. Kechirasiz, o'zingiz shunaqa shug'ullanib ko'ring 1 oy. Nagruskasiga chidolmaysiz. Yana u bolajonlardan talab qilinadi o'quv markazlarida o'sha dars qilishi, yaxshi javob berish, qanaqadir imtihonlar tashkillashtirishadi. Ota-onalar bilan birga imtihonlar yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir bir grantlar o'ylab topishadi motivatsionniy. To'g'ri, bu zo'r. Bolani yoshligidan rivojlantirish zo'r narsa, lekin bu hammasini birdaniga tez degani emas-da. Bosqichma-bosqich bola 1-yil suzishni o'rgansin. 2-yil voleybolga borsin yoki bo'lmasam karatega borsin. Ham suzishga boradi, ham pianino chalishga boradi, ham IELTS topshirish kerak, ham matematika o'rganish kerak-da, ham mental arifmetika ham zo'r ekan miyani rivojlantirishga. Mental arifmetika ham berib qo'yadi. Hali boran ko'rsangiz, maktabdan keladi, ovqat ham yemaydi, popkasini iladi, suxomiyatkani choyini popkasiga solib ketadi. Anaqasiga, qo'shimchasiga. Yarim kecha 8da keladi. Darsini qilish kerak. Maktab darsini. Sportga borgan charchagan. Qo'shimcha darsini ham qilish kerak. Ota-onalar telefonda yoki bo'lmasam ishdan kech keladi, yo bo'lmasam vaqti yo'q. Bola o'zini yog'iga o'zi qovuriladi-da. Juda ko'p unaqa tanishlarim. Bu erta yetmayapmi? Haqiqatdan men aytaman, kechirasiz, nima qilasiz buni qiynab, buni yoshligicha deyman. Bolaligicha qo'ying, o'ynasin, kulsin, o'rtoqlar bilan o'ynasin, koptok tepsin, tosh tepsin. Multik ko'rsin bolaga o'xshab, multfilm ko'rsin. Desam, yo o'zi xohlayapti-da, bu o'zi xohlayapti. Men bu akasiga o'xshab anaqa natijalarga erishish kerak, 6 medal olish kerak. Agar shu bolani xohlasa, 6 medal olishi oladi.
Xohlamasa siz uni itarib olib borib qo'ying o'sha sportiga yo bo'lmasam aniq fanga, tabiiy faniga. U majburan o'qigandan keyin u faqat psixologический travma oladi. Zo'riqish oladi. Shunchaki ozgina bolalarni rivojlanishda shu o'qituvchisi bilan maslahatlashib, bolam nimada qobiliyatli maslahatlashib, shu fandan berishni boshlaylik, bosqichma-bosqich qilaylik. Bu fanda yaxshi natijalarga erishyaptimi? Balki buni ham anaqa qo'sharmiz, yordamchi sifatida deb keyingisini qo'shing. Bola olib keta olsa qo'shing. Bola olib keta olmasa, u shundoq ham qiyin cho'nayotgan bo'lsa, qayta o'qiyotgan bo'lsa, bitta mavzuni o'zlashtirishga 3 kun ketayotgan bo'lsa, bir kunda 3 ta qo'shimcha dars qo'ymaydi unga. Mana shu aytganingizga ham yaqinda bir ayol aytdilar, o'g'illari 7 IELTS olibdi. Aytadilar, IELTSini javobi chiqishi bilan 2 kun yig'ladi-da, tinmay dedilar. Xursandligidan. 2 kun xursandligidan yig'ladi dedilar. Yaqinda bir o'zimni ham tanishim mana shu ingliz tilidan IELTS olganda javobi chiqquncha, qarang, javob chiqquncha sog'lom turgan. Javobi chiqdi, menga tabriklayin deb tashladi, ertasi kuni ko'zi ko'rmay qoldi-da. Nagruzka. Ertasi kuni birdaniga. Boshqa bir hisob. Da, 10 kundan tomirlari oshib ketgan, bosim oshib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'zi ko'rmay qolganda, bir hafta 10 kun lecheniya olib, glaznoyda keyin bir uchrashganimizda nima bo'ldi ko'zlaringizga? Ne bunaqa ahvolda? Ko'zingizdagi ko'karib ketibdi, ko'zlaringiz qizarib ketibdi desam, voy Sojida, men ko'rolmay qoldim dedilar. Lecheniya hozir 10 kun bu yaxshi holatimni ko'ryapsiz dedilar. Men aytmoqchimanki, bormasin, qilmasin demayman, men o'zim ham sertifikat olganimda mana shunaqa og'ir ahvol tushib qolganman. Javobim chiqqan kun ertasi kun men ham o'sha shundan ketib qolib, mazam bo'lmay, men o'lsam kerak deb o'ylaganman. Shu qattim o'zimni ushab turgan holatni qo'yib yuborganimga, endi men u yoshim katta bo'lganimda oldin deb yoshim kattadir deb o'ylagandim. Hozir eshityapman, yoshlar orasida ham shunaqa bo'layotgan ekan. Chunki bu surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi sindromini keltirib chiqaradi. Siz doim harakatda bo'lasiz, stressda bo'lasiz. O'tishim kerak, qilishim kerak, o'tishim kerak degan va buyrak usti bezi gormonlarni ajratib chiqaraveradi. Stress gormoni, adrenalin, noradrenalin, kortizol ajratib chiqaraveradi. Va siz o'shani kuchida yurasiz, harakat qilib. Lekin ma'lum natijaga erishdingiz, lekin bunga yillar ketdi, oylar ketdi va buyrak usti bezi bunaqa nagruzkadan charchaydi. Gormonlar kamroq ishlab chiqara boshlaydi. Shuning uchun bolalar holsizlanib qoladi, shuning uchun depressiyaga tushib qoladi, ular shuning uchun semirib ketishadi, kortizol va ожирение deydi. Shuning uchun agressivniy bo'lib qolishadi, постоянный stress gormonlar ta'sirida bo'lgani uchun. Shuning uchun keyin birdaniga tashlab yuborishadi o'zini. Chunki u stress yo'qoldi-da. Bo'ldi. Buyrak ustini bo'yniga impuls berayotgan narsa yo'q. Chiqar degan gormon. Расслабиться qilib ketdi. Buyrak usti bezini surunkali yetishmovchiligi paq etib yuzaga chiqib qoldi. Borida u oldin. Faqat sizni mana shu harakatingizda gormonlarni ozgina dozada chiqib turganida siz bilmayotgandingiz. Lekin muammo ketdi, ya'ni o'sha boshqarib turuvchi bir natija olindi, bo'ldi, расслабиться bo'ldi, siz o'sha bir hafta yotasiz uyda. To tiklanmaguncha berasiz. Albatta shunaqa bo'ladi, chunki men o'zim ham xuddi shunaqa bo'lib qolganman. O'zim ham toshmayga kirayotganda xuddi shunaqa bo'lganman. Nagruzka, shuning uchun men boya aytdim, studentlar yaxshi tushunadi dedim. Uspokаивающий dorilar ichib yurishadi ba'zilari. Men o'zim ham o'qishchilarimni ko'p ko'rganman. Ichib imtihonga kirib ketishganini, yoshlarni hozir ham bordir. Men o'zim dars berib yurgan yillarimda shunaqa bo'lgan. Studentlar voy domla sizdan qo'rqandimman, lekin qo'rqqandek bo'lmadi-ya deyishgan paytlar bo'lgan. Shuning uchun menimcha bilib bilmasdan dorilarni qabul qilish kerak emas. Albatta shifokor nazoratidan o'tish kerak. Endi men o'zim sizga shaxsiy hayotingizdan ham savol bersam, mana sizni ish faoliyatingizni eshitdim. Men ko'proq sizda ko'rgan narsam ilmiy darajada to'liq ma'lumot berishga harakat qilganingizni ko'rdim. Chunki xalqimizdagi ishlatilinadigan ko'plab so'zlardan ko'ra ilmiy terminlar asosida bizda suhbat bo'ldi. Chunki siz ipidan ignasigacha tushuntirib berishga harakat qildingiz. Menimcha buning uchun bir kuchli o'qish, intizom va malaka oshirish uchun o'zida bo'lgan kuch menimcha kerak bo'ladi va xohish, eng muhimi xohish bo'lishi kerak. Aynan sizni mana shu meditsinaga kirib kelishingiz haqida men savol bersam, umuman olganda o'zingiz xohlaganmisiz institutga kirishni yoki majburlashganmisiz? Majburlashgan
tayyorlash oqibatida bir yaxshi mutaxassisga erishdingizmi? Yokida o'zingiz kichkinaligingizda "Men doktor bo'laman" degan fikringiz bormidi? Yo'q. Men til bo'yicha ketmoqchi bo'lganman. Lekin odamlarda armon bo'lgan doktor bo'la olmaslik. Bo'lolmaganlar. Doktorlar uzoq muddat o'qiganligi uchun o'sha paytda 6 yil o'qish bo'lgan, 1 yil internatura bo'lgan, 7 yil to doktor bo'lib shakllangunizcha yana 2-3 yil ketadi. Adam oila boquvchisi bo'lganlar, ya'ni o'sha oilaga yordam berish kerak bo'lgan. Shuning uchun aniq fanlarni tanlab, o'sha 4 yillik o'qishni tanlab o'qiganlar. O'sha aytganlar, qizim san ket doktor bo'lgin. Men havas qilaman. Men o'zim tashmiga kirib ketardim. Lekin shu moliyaviy tomondan menga to'siqlik bo'lgan. Men oilamni qiyin ahvolga solib 7-8 yil o'qishimga to'g'ri kelgan. Deganlarida keyin tildan shundoq meditsinaga burilib ketganmiz. Meditsinaga o'qishga tayyorgarlik menda maktab paytidan boshlangan. Keyin litsey davrida to'liq 3 yil faqat toshmiga kirishga tayyorgarlik ko'rganman. Faqat repetitor, o'sha aytganimdek, faqat o'sha Toshkentga qatnash yoki bo'lmasam sentrlarga qatnash, shunaqa muammolar bo'lgan. O'sha ratsionni bo'lmasligi, kun tartibini yo'qligi, uyqusizlik hammasidan o'tganmiz. 1-yil o'qishga kira olmaganman. Juda yuqori ball bo'lardi, toshmini ballari. 168 ball bilan yiqilganman. Keyingi yili yana tayyorgarlik ko'rib, keyingi yili kontrakt bo'yicha o'qishga kirganman. O'qish davrida ham bizda juda ham qiyin bo'lgan. Domlalarimiz juda talabchan bo'lgan. Biz talaba bo'lib bir ko'cha-ko'ylada sayr qilib talabalik gashtini surmaganmiz. Mana hozir kursdoshlarimiz bilan ko'rishamiz. Nima shunaqa qilganmiz deymiz. Nimaga? Chunki ertaga imtihon bo'lardi. Bir haftadan keyin imtihon bo'lardi. Ertalabroq turib 8 ga yetib kelish kerak bo'lardi darsga. Va hozirgi studentlarga o'xshab sayr sayohat qilib, unaqa tog'ma-tog' yurib, viloyatlarda o'ynab kulib, kafelarda o'tirmaganmiz. O'tirgan bo'lsak ham 5-kursdan keyin o'tirganmiz. 1-3 kursda juda ham qiynalganmiz. Chunki dars paytida bitta kitobni yarim o'tilardi-da. Masalan, biz qon aylanish tizimini bitta darsda o'tardik. O'sha 50 bet, 60 bet, 100 bet narsani o'zim keyingi darsga ertasi kuniga o'qib olishimiz kerak edi. Bir hafta dars bo'lardi, masalan, shu qon aylanish tizimi bo'yicha 5 kun, keyingi kuni imtihon bo'lardi. Keyingi haftada. Shunaqa tizimda o'qiganmiz. Kakishdek ertalab 8 dan soat 4 gacha o'qiganmiz. Birinchi param yo'q ekan, bugun maza qilib uxlayman yoki bo'lmasam Navro'zga 5 kun dam berishdi. Yangi yilda 25-dan darslar tugadi, darslar bo'lmaganmiz. 29-da ham darsga borganmiz. To'g'ri, yanvar oyida 11-yanvardan o'qishga tushardik. Esimda 10 kun dam olganmiz. Lekin bayram kunlari dam olardik, ertasidan darsga borardik. Shanba kuni hech qachon darsga bormay qolgan paytimiz bo'lmagan. Shanba kuni har doim o'qiganmiz. Shunaqa og'ir bo'lgan. Keyin o'qishni bitirdik. O'qishni bitirganimizdan keyin men 7-kursda turmushga chiqdim kursdoshimga va biz xohlagan kasblar yopilib qoldi. Ordinatura yo'nalishi bo'yicha men magistraturani tanlamaganman, xo'jayin ham men klinisistman. Men konkret bemor bilan ishlab natijaga chiqishim kerak. Unaqa ilmiy ish yozib, yillab, cho'zib, qog'ozbozlikka umuman toqatim yo'q. Men klinisistman, bilimim bor. Bitta kasal bilan murojaat qilib keldim, shuni davolashga harakat qilaman, natijaga erishaman va maza qilaman. Shunaqa odamman-da. Xo'jayinim ham shunaqalar. Shuning uchun o'sha paytda ular men kardiologiyani, ular urologiyani tanlaganlar, lekin ordinaturalar yopilgan. O'sha paytda umumiy amaliyot shifokoriga urg'u ko'p berilgan. Yoki magistraturada o'qinglar degan o'sha kardiologiya, urologiya bo'yicha. Men magistraturada o'qimayman. Nimaga magistraturada o'qishim kerak? Men ilmiy ish qilmasam. Nima qilaman? Birovni joyini egallab, men baribir ilmiy ish qilmayman deganman-da. Men qilmayman ilmiy ish deganman. Keyin oila bilan maslahatlashib Sankt-Peterburgga ketganmiz. Imtihonlarni topshirib, er-xotin, o'shanda qo'limda qizim bor edi, 9 oylik qizim. 9 oylik qizimni tashlab ketganman qaynonamga. Sankt-Peterburgga. Chunki olib ketaman desam, qaynonam bermaganlar, sen o'qiy olmaysan bola bilan, begona yurtda bola bilan, sizga yotoqxona ham bermas ekan, kvartira bolani sudrab qanday o'qiysan deb olib qolganlar.
Yig'lab tashlab ketganman. "Man bormayman o'qishga, keyingi yil boraman" desam ham, "Yo'q, er katta bo'lsa xotin o'sha yerda boradi, kelinglar birga borib, birga qaytinglar" deganlar. Qaynanangiz, xo'jayingiz onalar. Xo'jayinimni onalari olib qolganlar. Keyin borganmiz, imtihonlardan o'tganmiz. U yerda ham judayam dokumentatsiyada muammolar bo'lgan. Bizga yotoqxona berishmagan. Biz kvartirada, birinchi qarindoshlarni uyida, keyin kvartirada turganmiz. Stipendiya yo'q, kontraktlar 2 barobar qimmat. Yashash uchun pul topish kerak. Ham o'qib, ham ishlardik. Orada yana homilador bo'lib qolganman. Keyin qaynonamga aytsak, uydagilarga aytsak, juda o'ylanishgan, endi nima qilamiz. Keyin qaynonam qizimni olib kelganlar. O'zlari bilan qizimni olib Sankt-Peterburgga kelganlar. Mana shu 3 oy ta'til olib, bolani ozgina katta qilib, yana o'qishga tushib ketganman. O'qishga tushib ketganman. Shunaqa qiyinchiliklar bilan o'qiganmiz. Ya'ni farzandlarga qaynonangiz qarab o'tirganlar. Yetarlicha vaqt ajrata olmasdik. Bola katta, ona bo'lib bir maza qilib 3 yil o'tirib bola katta qilmaganman masalan. Chunki vaqt o'tardi. Biz o'sha paytda 24-25 yosh edim. Xo'jayinim mendan ancha kattalar. Yana bola qarab 2 yil o'tirib, yana ordinatura o'qib, vaqt yo'qotardik-da. Hayot davomiy narsa emas-ku. Tez o'tib ketadi vaqt. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Pulsiz qolib ketganmiz. Yeyishga narsamiz bo'lmagan paytlar bo'lgan. Shunaqa holat ham bo'ladi. Siz studentsiz, stipendiya olmaysiz. Uydagilar yordam berishadi, lekin uydagilar bergan yordam kvartiraga to'laymiz. Kvartiralar qimmat. O'sha paytda o'zida $500 edi, menimcha. $400-300, $100 ga ham kvartira bor edi-yu, lekin unda ko'pchilik bo'lib turish kerak edi. Qo'shimcha ishlardik. U yerda ham bir arzimagan oylik olardik. Keyinchalik yaxshi ishlar topganmiz, lekin shuni aytmoqchimanki, hech narsa qiyinchiliksiz o'z-o'zidan shundoq qilib yaralib yoki otamni puliga yoki xo'jayinimning puliga diplom olmaganman. Har bitta aytayotgan gapim bu meni o'sha yillar davomida chuqur qazib olgan bilimim natijasi. Shunaqa. Doimiy o'qish talab qiladi meditsina. Chunki rivojlanish ko'p, yangiliklar ko'p bo'ladi, rivojlanib borishingiz kerak. Kasallik mas'uliyati bo'ladi. Chunki mana statsionarda kasalni olib boramiz. Og'ir kasal yotqizishimiz bor, kasal og'irlashib qolishi bor. Shu telefon bo'lsa, dejurniy vrachdan kechqurun bo'ldi. Uje o'ylardim-da, nima bo'pti ekan, yaxshimikan, reanimatsiyaga tushib qolmadimikan, og'irlashmadimikan, nima muammo bo'lyapti ekan. O'ylaysiz-da uje. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Shuning uchun doktorlarga nisbatan negativi bor insonlar, sizlarni tushunaman. Har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin farzandinglarni meditsina sohasida o'qitsanglar, uni yo'qotayotgan yillari, uni yo'qotayotgan sog'lig'i, asabi va olayotgan oyligini solishtirib, bizlarni tushunasizlar. Menimcha bu maslahatlar nafaqat ota-onalar uchun, balkim yoshlar uchun ham hozirgi kunda ko'payib ketyapti. Qizlarimiz boy bolalarga turmushga chiqishni xohlashi. Mana bizga tayyor bitta misol ko'rishimiz mumkin. Birgalikda noldan rivojlanib kelgan oilani va mutaxassisni ko'ryapmiz bu yerda. Bunaqa hayotda uncha odam yashamaydi. Buni ochiq aytish kerak. Er-xotin ham kursdosh bo'lib, keyin turmush qurgandan keyin oilani baravar olib borib, chet davlat bunaqa qiyinchiliklar bilan o'qish holatlari, shunda ham ahillik buzilmasdan shu nuqtaga yetib kelish, O'zbekistonga yana qaytib, yana kelgandek faoliyat davom ettirish, bu har tomonlama murakkab jarayon. Ayniqsa qaynona onajonlarimiz tomonidan bu uchun murakkab sinov hisoblanadi. Farzand uchun ona sog'inchi bu juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Kelinlik vazifasi qon qarindoshlarning oldida, buni ham aytib o'tishimiz kerak va har bitta insonni xohishi, ular ham kalaska ko'tarib ko'chaga chiqib o't-o'tda mazaqa aylanib yurgisi keladi. Xo'jayini bilan qanaqadir bir xohlagan joylarga borgisi, dam olgisi keladi, lekin barchasidan kechib, ya'ni barcha umumiy hammasidan qanchasini sanamayapman, kechib
bunaqa mashaqqatni boshdan o'tkazish manimcha mingdan bir insonlarda kuzatilsa kerak. Haqiqatda guruch kurmesiz bo'lmaydi. Har xil insonlar bor meditsinada ham, lekin bir insonni xatoligida butun meditsina xodimlarini ham qoralash mumkin emas. Shuning uchun ham biz mana shunaqa yaxshi vrachlarni chaqirishga harakat qilamiz va o'z bilimligisini xalqimizga berishligisini so'raymiz. Hamda sizga hozir oxirgi beradigan savolim, xalqimizga qanaqa bir chiroyli tavsiya eta olgan bo'lardingiz o'z kasbingizdan kelib chiqib? Yaqin 20-30 yil kelajakda sizni millionlab pulingizni cho'ntagingizda qolishiga sabab bo'luvchi tavsiyalarni beraman. Har bitta insonni millionlab pulini cho'ntagida qolishiga sabab bo'ladi. Chunki sinalgan, isbotini topgan narsa. Jismoniy faollik qiling. Hech bo'lmasa 30 daqiqa sayr qiling har kuni. Toza havoda. Ikkinchisi, kun davomida 5-6 ta stakan toza suv iching. Uchinchisi, semirmang aslo. Semirmang. Bo'ldi. Buni uchun nima qilish kerak bo'lsa qiling. To'g'ri ovqatlanish kerakmi? Terlab ishlash kerakmi? Ishlang. Nimadandir voz kechish kerakmi? Ishni o'zgartirish kerakmi? O'zgartiring. Keyingisi, agar sizni ota-onangizda yoki aka-ukalaringizda erta yurak kasalliklari kuzatilgan bo'lsa, yuragi to'xtab qolib o'tib qolishi, infarkt bo'lib, boshqa insult bo'lib yoki bo'ladi, oilaviy xolesterini baland yuradigan insonlar bo'ladi. Oilaviy xolesterin baland, u genetik kasallik. Shunaqa holat bo'lsa, oilaviy yuqori davleniyada yashaydigan insonlar bo'ladi. Otasini otasida, o'g'li, qizi, hammasida davleniya yuqori. Albatta, butun oilaviy davolaninglar. Agar siz yaqinlaringiz uzoq muddat birga yashashini xohlasangiz o'zingiz bilan. Mana shu tavsiyalarga rioya qilinsa, men o'ylaymanki, juda ko'p kasalliklarni oldini olamiz. Sport, to'g'ri ovqatlanish, semirmaslik, toza suv ichish va qaramliklarga o'zingizni shu darajada hurmat qilingki, o'zingizni shu darajada yaxshi ko'rib hurmat qilingki, turli xil reklamalarga uchmaslikni, qaram bo'lib qolmaslikni biron narsaga, o'yinga bo'ladi, bu narkotikami, chekishmi, ichkilikmi, boshqa narsami, qaram bo'lib qolmaslikni o'zingiz kontrol qiladigan darajada hurmat qiling. Agar hozir menga energetik qo'yib $1000 beraman aytsangiz desam, men ichmayman. Ichmayman. Na prinsip ichmayman. Bu ichganim uchun bir narsa bo'lib qolmaydi. $1000 bo'lib olaman, lekin na prinsip ichmayman. Shunaqa prinsipialniy odamman. Irodam shunchalik kuchli demoqchisiz. Oxirigacha shunaqa bo'lsin. Xudo xolasa. Juda ham kuchli bizada tavsiya bo'ldi. Hech bunaqasini eshitmagan edim. Haqiqatda aniq qarorli gap bo'ldi. Bizlar videolarimiz boshlanganda bir chiroyli boshlanish bo'ladi. Menimcha yakunda ham hozir bir chiroyli bir gumburlab kirib keladigani, gumburlab tugatadigan bir tavsiya chiqdi sizdan. Bergan bizaga shuncha tavsiyalaringiz, ma'lumotlaringiz uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Shu o'rinda agarda bizani tavsiya 365 podkastimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, siz ham oliy ma'lumotli vrach bo'lsangiz, albatta qatnashish imkoningiz bor. Uning uchun bizaga murojaatga chiqishingiz mumkin. Mana shu nomerlarga bemalol murojaatga chiqib, xohlasanglar Telegramdan, xohlasanglar telefon qilish orqali o'zingizlarning taklifinglarni kiritsanglar bo'ladi. Faqat bizadagi shartimiz malakali mutaxassis bo'lish va xalqimizga juda ham kerakli ma'lumotlarni olib chiquvchi vrachlarimiz yoki doktorlarimizni tavsiya qilamiz va chaqiramiz. Xoh chet elda malaka oshirganmisiz, xoh shu yerda faoliyatingizda bo'lganmisiz, bizaga uni umuman nima desam ekan, farqi yo'q. Viloyatdanmisiz yoki shahar sharoit, uni ham biz uchun farqi yo'q. Nima uchun? Eng muhimi siz haqiqatda o'z bilimiga ega bo'lgan va eng zo'r mutaxassis bo'lishingiz biz uchun eng muhimi. Chunki sizni ko'rayotgan har bir inson bir donagina, ya'ni shu 2 soat ichidagi bir donagina so'zingiz uni hayotini saqlab qolishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, albatta biz ham bunga hissa qo'shsak, xursand bo'lamiz va sizlarni ham shu podkast studiyamizga tashrif buyurishinglarni so'rab qolgan bo'lar edik. Bugun sizdan juda ham bir mamnun bo'ldim men. Menimcha xalqimizga ham suhbatimiz yoqsa kerak. Albatta o'zligini fikrligisini kommentariyalarda qoldirishadi degan umiddaman.
siz bilan bugungi suhbatimiz chiroyli o'tdi. Siz ham bergan bilimlaringiz uchun, bergan tavsiyalaringiz uchun bizadan yana bir bor aytaman, rozi bo'lib bergan bo'ling xalq uchun. Taklif uchun rahmat. Ba'zi joylarda keskin gapirib qo'yishim mumkin. Xarakter kamchiligiga yo'yasizlar. Shunchaki bizni og'riqlarimiz. Shunchaki ba'zi bir insonlarni hayotiga nuqta qo'yishiga sabab bo'layotgan oddiy qoidalarga rioya qilmasliklar. Menimcha kimnidir hayot tarzini o'zgartirishiga sababchi bo'lgan bo'lsam, bu podkast o'zini vazifasini bajardi deb o'ylayman. Va bejizga ketmadi shu 2 soat vaqtimiz. Hamma uchun rahmat, eshitganinglar uchun, amal qilmoqchi bo'lsanglar rahmat, taklif qilganinglarga rahmat. Yuraginglar doim sog'lom bo'lsin, asab tiziminglar sog'lom bo'lsin, hayotda maza qilib zavqlanib yashash doim nasib qilib yursin. Qilsin. Doktorimizni adreslari yokida o'zlariga tegishli bo'ladigan biron bir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar, biz sizlarga to'liq ma'lumot yuboramiz. Qanaqa topishni sizlarga aytamiz. O'zlarining internet tarmoqlari bor. Barchasi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Xudo xolisa siz bilan keyingi proyektlarimizda yana ko'rishamiz degan umiddaman. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana bugungi bizani syomkamizni yana eslatib o'taman, Iso Mediada bo'lib o'tdi va mana shundoq sizlarga besplatniy vaucherlar haqida yana bir marta eslatib o'taman. Ya'ni 2 kishilik podkastni olish imkonini xohlasanglar, ya'ni tekinga olishni xohlasanglar, albatta mana shu videomizni tagida eng yaxshi yozilgan kommentariyaga yig'ilgan layklar soni qarab turib, bizani mana shu Iso Mediani jamoasi sizlarga aloqaga chiqishadi hamda mana shundoq sizlarga vaucherlarni topshirishadi. Bemalol kelib, shunaqa zo'r kачествоda podkastlarni olib ketishingiz mumkin.